iborat. Demak, boshladik. Birinchi qismi epidemiologiya, ya'ni kirish qismi. Pankreatit kasalligi bilamiz hammaga ma'lum bo'lgan ta'rifi bu pankreatit kasalligi me'da osti bezi, ya'ni oshqozon osti bezini yallig'lanishi bilan kechadigan kasallik. Eng oddiy ta'rif, klinikada eslab qolishlaringiz uchun beriladigan ta'rif. Bu kasallikda ikkita shakli mavjud. Klinik ketishiga ko'ra o'tkir va surunkali shakllari bo'ladi va o'shanga qarab, o'tkir ketishiga qarab, surunkali ketishiga qarab klinikasi o'zgaradi. Bilasizlar, o'tkir va surunkali kasalliklarda asosan klinik ketishi o'tkirda o'tkir kechadi, surunkalida oylar, yillar davomida ketishiga qarab klinikasi farq qiladi. Xo'p, unda boshladik. Epidemiologiyasi. Epidemiologiya degani bilasizlar, o'zi har bitta kasallikda epidemiologiyasi bor. Kasallikda epidemiologiyasida bu statistikasi, kasallanishi, kasallik biz uchun qanchalik kerak, mintaqamiz uchun qanchalik kerak, qancha tarqalgan, yillik ko'rsatkich kasallanish darajasi qanday bo'lyapti bu kasallikda, agar o'sadigan progressiv kasalliklar ro'yxatidami, o'shalarga e'tibor berish uchun, o'shalardagi ahamiyat uchun sizlarga qisqacha statistikani keltirib o'tdim. Pankreatit kasalligi bilasizlar, mana bu oshqozon osti bezi kasalliklari orasida top daraja, ya'ni birinchi o'rinda turadigan kasalliklar hisoblanadi. Oshqozon osti bezini pankreatitdan tashqari yana 100 xil kasalliklar bor. Ularni immungenezli kasalliklari bor. Undan tashqari bilasizlar, qandli diabet, endokrin sistema kasalliklari bor. Undan tashqari o'zini rak kasalliklari, qancha onkologiyasi. Bez hujayralari har birida ularda bilasizlar endokrin, ekzokrin aralash bez hisoblanadi. Ularni hali anatom fiziologik xususiyatlari to'xtalganda o'tamiz. Xullas, kasalliklar juda ko'p. O'shalardan eng yuqori top o'rinlarda, yetakchi o'rinlardan biri bu pankreatit kasalligi hisoblanadi. Pankreatit kasalligi hisoblanadi. Demak, pankreatit kasalligi o'tkir va surunkali turga ko'ra mana statistikasi turibdi sizlarda. Ya'ni o'tkir turi asosan yillik 1000 ta aholi deydigan bo'lsak, o'sha 1000 ta aholidan 13 ta yoki 45 ta oralig'ida intervalda uchrash chastotasi bo'ladi. Ya'ni 1000 ta aholidan 13 ta 45 ta uchraydi bu kasallik. Surunkali esa 5-12 ta uchraydi. Mana shu hozirgi oxirgi kasalliklar statistikasida berilayotgan bizdagi informatsiya. Demak, bu kasallikda eng oxirgi 10 yildagi uchrash kasalliklar ro'yxatida, ya'ni mana shu kasallar orasida qanaqa, ya'ni moyilligi bor degandagi bir surishtiruv ishlari olib borilganda, ulardagi alkogolizm, noto'g'ri odatlarga ruju qo'yganligi, semirish, ortiqcha vazn va boya yuqorida aytganimdek o'tdosh kasalliklari bor bo'lgan bemorlarda bu kasallikda uchrash chastotasi baland. Ya'ni o'sha aytaylik 100 ta mana shunaqa alkogolizmga uchragan kasallar orasida 70-80% da mana shu pankreatit kasalligi uchraydi. Yoki safro tosh kasalliklar, o'tdosh kasalliklarida masalan 100 ta kishida bo'lsa, o'shalardan 50-60% da uchraydi deganidek, mana shunday tushuninglar, statistika bo'yicha mana shunday uchrashiga ko'ra mana shunaqa natijalarni qayd etgan kasallik hisoblanadi. Xo'p, oshqozon osti bezi. Sizlarga pankreatit tushuntirishdan oldin biz oshqozon osti bezini normal anatomik funksiyasini ko'rib chiqamiz. Normal anatomik funksiyasi, biroz kattalashtiraman. Normal anatomik funksiyasi asosan bilasizlar, oshqozon osti bezi qorin bo'shlig'ida joylashgan parenximatoz a'zolardan hisoblanadi. O'zi funksiyasi jihatdan ekzokrin, endokrin funksiyani bajaradigan bez hisoblanadi. Oshqozon osti bezining anatomiya xususiyatlari, fiziologik xususiyatlari qisqacha aytib o'taman. Anatomik xususiyatlari asosan oshqozon osti bezi joylashuvi. Birinchi, ikkinchi bel umurtqalari, lumbal umurtqalar ro'parasida ozgina qismi chap tomonda ko'p, ya'ni ko'proq qismi tanasi va dum qismi, kaudal qismlari asosan chap tomonda qovurg'a yoyiga parallel holatda joylashgan parenximatoz organ hisoblanadi. Shunga qarab o'zlari vizual proyeksiyalarini ko'zlaringiz oldida chizib olsalar, keltirib olsalaringiz ham bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari bu pankreas oshqozon osti bezi qorin parda bilan retroperitoneal o'ralgan, ya'ni qorin pardalar orasida joylashgan a'zo hisoblanadi.
faqatgina dum va tana qismi. Bu prezentatsiyada shu narsani berish esimdan chiqdi. Dum va tana qismi retroperitoneal o'ralgan a'zo, bosh qismi qisman qorin parda bilan mezoperitoneal o'ralgan hisoblanadi. Bu organni asosan tuzilishi 4 ta tuzilishdan tashkil topgan. Bosh qismi kaput, kaput pankreatika, kollon, bo'yin qismi, korpus, tana qismi va kauda dum qismlaridan tashkil topgan. Mana bu rasmda xuddi shu qismlari yaxshilab e'tibor bersalaring berilgan. Bosh qismi, bo'yin, tana va dum qismlari asosan alohida ajratib berilgan, ko'rsatib berilgan rasmlar orqali. Xo'p, endi oshqozon osti bezi asosan anatomik xususiyatlariga ko'ra uzunligi, kattaligi o'lchamlarini baholaymiz. Bunda uzunligi mana bu eniga o'lchami, bezda eniga o'lchami 15-25 santimetrgacha bo'ladi. 15-25 santimetrgacha bo'ladi. Bu narsani sizlarga vizual ko'rishlaringiz uchun nimani ekran translyatsiyani 3D da ham ko'rsataman sizlarga. Yaxshilab e'tiborli bo'lib turasizlar. Mana shu 3D da ko'rsatilgan organni 3D modeli. Mana shu organ haqida sizlar bilan gaplashyapmiz. Mana shu organni biz sizlar bilan gaplashyapmiz. Bu organni o'lchami bor. O'lchami asosan mana bu. Eniga o'lchami. Chizamiz hozir. Mana shu organni eniga o'lchami. Eniga o'lchami 15-25 santimetr. Bo'yiga o'lchami esa 4-5 santimetrni tashkil etadi. Hozir buni Xo'p. Demak, qalinligi bor. Bezli parenximasining qalinligi 2-3 santimetrni tashkil etadi. Mana shu organ. Xullas, qorin bo'shlig'ida joylashuvi menimcha tushuncha hosil qilaringiz. Oldingi tomonida ichaklari bilan kontakt hosil qiladi, ko'ndalang ingichka ichaklar. Bundan tashqari ko'rib turibsizlar, oshqozon bilan sintal galatopeya hosil qilgan. Bundan tashqari mana bu joyda hosil qiladi limfatik sistema, markaziy organlardan biri taloq. Taloq bilan tegib turadi. Mana bu asosan bizda skelet sistemamiz olib tashlaymiz. Mana bu yerda ko'rsalaringiz oshqozonni ham olib tashlaymiz. Taloqni darvoza qismiga mana bu oshqozon osti bezini dum qismi tegib turadi. Mana shu joy. Bu joyda 3D da uncha ko'rsatilmagan. Mana shu darvoza qismigacha tegib turadi. Uzunligi asosan 15-25 santimetrni tashkil etadi. Xo'p, yana prezentatsiyamizga qaytamiz. Demak, xo'p, anatomik vazni, ya'ni organning vazni, oshqozon osti bezimizning vazni, demak 50-70 gram. Asosan bu vazn qachon yallig'lanish kasalliklarida, bezda shishida, har xil o'zgarishlar bo'lganda bu vazn oshadi yoki o'lchami kichiklashadi yoki kattalashadi. Bu sizlarga normal anatomik xususiyatlari edi. Endi sizlar bilan mana shu organimizda qon bilan ta'minlanishini gaplashamiz. Qon bilan ta'minlanishini ham 3D da ko'rsatib beraman. Hozir asosiy qon tomirlarini mana shu rasm orqali ko'rsatib beraman. Asosiy qon tomiri mana shu 3-rasm bilan, 3-raqam bilan belgilangan qon tomir bu truncus celiacus. Ya'ni qorin bo'shlig'i, abdominal aortadan chiqadigan 3 ta yirik qoya bor, arteriya poyasi. O'shalardan eng yuqoridagisi bu truncus celiacus hisoblanadi. Mana shu truncus celiacusdan 3 ta oyoq chiqadi. Birinchi oyog'i, ikkinchi oyog'i va uchinchi oyog'i. Ya'ni 3 ta poya, 3 ta shoxga ajralib ketadi va bu 3 ta shoxda biz galer uchoyoqligi deymiz. Galer uchoyoqligidan birinchisi eng katta qon tomir, diametr jihatdan kattasi bu arteria hepatica communis. Ya'ni jigarni umumiy arteriyasi. Bu arteriya jigarga borib, tabiiyki jigarga borib qon bilan ta'minlaydi va o'z yo'lida qon tomirlar hosil qiladi. O'z yo'lida qon tomirlar hosil qiladi.
Endi bundan buyog'ini sizlarga yana 3D ga o'tkazamiz. 3D da ko'rsataman. Hamma e'tiborli bo'lsin. Qon bilan ta'minlanishlari agar oralaringizda xirurg bo'laman deganlar bo'lsa yoki terapevt bo'laman deganlar uchun ham barcha tibbiyot sohasi uchun kerak bo'ladigan joy hisoblanadi. Mana o'sha boya biz ko'rgan prezentatsiyadagi truncus celiacus. Mana truncus celiacus 3 ta oyoqni hosil qilyapti. Men ko'rsatgan 3 oyoq. Ya'ni bu mana birinchisi eng kattasi mana jigarga ketyapti, ko'ryapsizlar, ikkita tarmoqqa kirib ketyapti mana. Va yana bitta tarmog'i mana kelyapti. Bu boyagi arteriya hepatika communisni o'z yo'lidagi tarmoqlari. Mana bitta tarmog'i, mana ikkita tarmoq. Buni mana yashil bilan nima qilaman, chizaman. Mana bittasi, mana ikkitasi. Xullas, mana shu o'z yo'lda tarmog'idan hosil bo'lgan arteriya hepat gastroduodenalis superior, anterior bir и posterior bir. Bu anterior va posteriorni hosil ko'rsataman. Ya'ni qanday joylashgan? Mana bu jigarda olib turamiz. Ya'ni oshqozon osti bezini qon bilan ta'minlanishida asosan mana shu qon tomirlar ahamiyatga ega. Mana ko'ryapsizlar, bezda orqasidan chiqqan bu qon tomir mana kelyapti. Truncus celiacusda arteriya hepatika communisdan kelyapti-da, arteriya gastroduodenalis bo'lib kelyapti va ikkita qon tomirini hosil qilyapti. Mana anterior, mana posterior. Ya'ni oldingi va orqa oshqozon 12 barmoqli ichak tarmog'ini hosil qiladi va mana shu tarmoqlardan chiqadi. Ya'ni ana shu tarmoqlarni o'zi mana pankreasning bosh qismini qon bilan ta'minlaydi. Bu qon tomirlar pastdan arteriya mezenterika superior, mana arteriya mezenterika superiorda mana bu joyidan chiqadigan qon tomir bor. Mana agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana inferior. Boyagi arteriya gastroduodenalis superior, anterior и posterior edi. Endi mana arteriya gastroduodenalis inferior tarmog'i kelib, mana shu qon tomirda boshini pastki tomonlarini qon bilan ta'minlaydi. Endi korpusini, ya'ni tanasi va dum qismini qaysi qon tomir ta'minlaydi degan bo'lsalaringiz, bu qismini mana arteriya lienalis tarmog'i, mana ko'rib turibsizlar, bezda orqa tomondan o'tgan va bezga tegib turadigan qon tomir hisoblanadi. Arteriya lienalis bu taloqqa borib qon bilan ta'minlaydigan va o'z yo'lida arteriya pankreatikalarni hosil qilib ketadi. Mana shu joyda bu 3D da uncha ko'rinmagan shoxlari tushunishlaringiz uchun men chizib qo'yaman. Mana shu joyga, mana shu joyda o'zini tarmoqlarni mana shunday qilib berib ketgan bo'ladi. Xo'p, va mana shu bezni qon bilan ta'minlanishi edi, asosiy arteriya qoni bilan. Endi venöz qon tomirlari qanaqa deydigan bo'lsangiz, buni ham ko'rsatishning iloji bor. Buni ham ko'rsatamiz sizlarga. Xuddi shu arteriyalarga mos ravishda o'sha venalar yig'iladi. O'sha venalar qonni yig'ib oladi. Ya'ni oshqozon osti bezdan qonni yig'ib oladi va vena lienalis bo'ladi mana. Vena lienalis bo'ladi va mana shu qonni yig'adi. Bu vena lienalis oshqozon osti bezini olib turaman. Xo'p. Mana vena lienalis bo'ladi, portal venani hosil qiladi va portal vena jigarga borib quyiladi. Mana shu bezda qon bilan ta'minlanish edi. Endi shu joyda yana bitta narsani tushuntirib o'taman. Bu bezda tuzilishi, bezda o'zini yo'llari bor. Ya'ni o'sha bezda hali histologiyasida yana prezentatsiyada tushuntiraman. Aksinar hujayra deganda tasavvur qilinglar, boyagi pufakchalar. Mana bu o'pkani tasavvur qilsalaringiz, o'pkalar ham tuzilish funksional birligidan atsinuslardan tashkil topgan. Atsinuslar subcularis, ductus alveolarislar yig'ilib atsinuslarni hosil qiladi. O'sha atsinuslarga o'xshab bu pankreasda ham mikroskopik ko'rganda pufakchalarning yo'llari, mana shu pufakchalarda atrofidagi bezlar sekretsiyalanib, o'sha yo'llarga ajraladi va yo'llar birlashib, mana shu umumiy
duktus pankreatikusni hosil qiladi. Mana shu uchidan boshlab sekret ishlab chiqariladi va bu sekret ishlab chiqarilib kelib asosan ikkita yo'l orqali ductus pancreaticus yo'li orqali va ductus pancreaticus accessorius, ya'ni oshqozon osti bezining qo'shimcha yo'llari orqali quyiladi. Mana bu yo'lda avtor nomi bilan yana boshqacha nomi bor, Virsungi yo'li bor. Virsungi yo'li deyiladi. Bu yo'l Virsungi yo'li. Mana bu accessorius Sartolini yo'li deyiladi. Mana shu yo'llar, mana shu pankreasni mana shu yo'llari kelib ingichkechakka, bu yerni hozir olib tashlaganman ingichkechakni. Mana ingichkechagimiz duodenumga kelib ochiladi. Duodenumga bilasizlar, hali prezentatsiyada yana bitta rasm bor, yaxshi o'shanda ko'rsataman. Xullas, mana shu 3D model orqali ko'rinishi edi. Xo'p, davom etamiz. Prezentatsiyaga qaytamiz. Xo'sh. Qon bilan ta'minlanishi. Endi bezda o'zini histologik va fiziologik qismiga yetib keldik. Bez, ko'rib turibsizlar, uje yarim soat vaqtimiz mana shu bezda anatomiya fiziologiyasiga ketadi. Ya'ni histologik tuzilishida asosan bu bez ikki xil bez bo'lganligi uchun murakkab vazifalarni bajaradi. Ya'ni murakkab vazifa bajarishi ikki xil, ya'ni aralash funksiyani bajarganligi, ya'ni qanaqa? Bezda egzokrin qismi bor, endokrin qismi bor. Ya'ni tasavvur qilinglar, mana shu bez 97% oxirgi deb o'tlardan olingan nima informatsiyalar 97% qismi asosan egzokrin funksiyani. Egzokrin funksiya degani o'zini sekretini tashqi muhitga ajratish degani. O'zini sekretini boyagi nimada ko'rsatganimda mana bu bez ductus pancreaticus orqali ingichkechakka duodenumga ajratib chiqaradi. Duodenumda keyin tashqi muhitga mana bu ichak bo'shlig'idagi oziq moddalarni hazm qilishda qatnashib tashqi muhitga chiqaradi. Xullas shunaqa. Mana shu qismi egzokrin qismi hisoblanadi. Egzokrin qismining asosiy vazifasi proteolitik bo'lgan, lipolitik bo'lgan uglevodlarni parchalaydigan asosan fermentlar ishlab chiqariladi. Uglevodlarni parchalanishida amilaza, alfa, beta turlari bor, lipaza, yog'larni, lipidlarni parchalaydigan va bundan tashqari tripsin, hemotripsin holatda ichaklarimizda faoliyat olib boradi, lekin pankreasning o'zida tripsinogen, hemotripsinogen degan moddalar holati, ya'ni nofaol ferment holatida ishlab chiqarilib, ductus pancreaticus orqali ichaklarga bu fermentlarning barchasi nofaol holatda, e'tibor beringlar, nofaol holatda bezdan sintezlanib ichakka tushadi. Ichaklarimizda faollashadi. Nima hisobiga? Enterokinazalar va ichaklarimizda oldindan faollashgan amilaza, lipaza, tripsin ta'sirida faollashadi. Bu faollashtirishni autokataliz deyiladi. Ya'ni o'sha katalizatorlari o'zi, ya'ni avvalgi aktivlari endi yangi hosil bo'lgan fermentlarni faollashtirilishi jarayoni. Xo'p, bu fermentlardan iborat bo'lgan pankreatik sok sutkalik qancha ishlab chiqariladi? 1,5-2 litrgacha bu sok duodenumga har kunlik sutkada shuncha miqdorda ishlab chiqariladi. Buni porsiyalari bor. Ertalabki porsiyasi, obedki porsiyasi, obeddan keyingi tushlikdan keyingi porsiyalari hammasi ovqatlangandan keyingina sintezlanib mana shu 12 barmoq ichakka tushadi. Endi buni sintezlanishda albatta ovqat mahsulotlari kelib ichaklarimizdagi iCellsdan hujayralar bu fiziologiya kurslarimizda batafsil o'rgatiladi. Ma'lumotlari sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun yana qo'shib aytib ketaman. Bu yerda iCellsdan xolesistokinin, bundan tashqari S-cellsdan sekretin degan aktiv peptidlar ishlab chiqariladi. Bu aktiv peptidlar kelib mana shu qon tomirlar orqali ichaklarda qon tomirlarga sintezlanadi. Qon tomirlari orqali pankreasga kelib sekretin, xolesistokinin xuddi mana shu sekretinga o'xshab ta'sir ko'rsatadi. Xullas, ikkalasi ham pankreatik atsinar hujayralarni faollashtirish orqali pankreatik sokni ishlab chiqarishni oshiradi va bundan tashqari mana shu
moddalarni o'zi xolesistokinin, sekretin, asosan xolesistokinin mana shu pankreatik yo'llari bilan o't yo'llari birlashishidan hosil bo'lgan ampuladagi sfinkter bor, oddiy sfinkter. O'sha oddiy sfinkteri bo'shashishiga ham sababchi bo'ladi. Ya'ni papilla duodenum major katta so'rg'ichi va kichik so'rg'ichini ham bo'shashtirishiga sababchi bo'ladi va mana shu sfinkterlar bo'shashganda bu so'klar mana bu o't yo'llari bilan birga hozir bu prezentatsiyamizda ham bor edi. Xo'p, mana shu joyda tushuntirib o'taman. Mana oshqozon osti bezini yo'llari boya tushuntirdim. Ductus pancreaticus mana ko'ryapsizlar. O't pufagi jigardan keladigan mana bu xolidixni umumiy o't yo'lini kelib xolidix bilan mana bu ductus pancreaticus ikkalasi qo'shilib mana shu joyda ampula hosil qiladi. Bunga Fatr ampulasi deyiladi va mana shu joyda joylashgan so'rg'ichi bor, sfinkter bor. O'sha sfinkter papilla duodenum major deyiladi. Papilla duodenum major mana shu joyga ochiladi va mana shu joyda bezda o'zini qo'shimcha yo'li quyiladigan yana bitta qo'shimcha yo'l bor. Ya'ni ekstrem vaziyatlarda deysizlarmi, har nimada qo'shimcha yo'llar chiqarib qo'yadi-ku. Qo'shimcha yo'llari bo'ladi yoki asosiy yo'lga bosim tushganda asosan mana shu bezlar, mana shu yo'llar ishlaydi. Va mana shu yo'llar ishlash hisobiga mana bu oshqozon osti bezdagi dimlanishlar nisbatan kompensatsiya fazalarida o'zgarishlarga uchramay turadi. Asosan mana shu papillani spazmiga, dilatatsiyasiga mana bu xolesistokinin kelib bo'shashtiradi va umumiy olganda o't sekreti safro va mana shu pankreatik sok birga aralashib ichakka tushib, ichaklardan boyaga himusni ta'sir ko'rsatadi. Himusni parchalab, xullas tisini chiqarib, o'sha ichaklarimizga o'zlashtiriladigan, so'riladigan monomer holatiga olib kelib qo'yadi. Va ichak devorlarida cho'tka chegarasi deydi, o'zbek tilida tarjima qilingan ichak devorlarida o'sha so'riladi va ovqatni aytaylik kirgan 100% qismida so'rilgani 70-80% ichaklarimiz orqali organizmga qayta so'rilib ketadi. Qolgan qismi axlat bo'lib, kal bo'lib organizmdan chiqarib yuboriladi. Nima uchun bu joylarigacha maydalashib aytyapman? Chunki ertaga klinikasida sizlarga aynan mana shu joyda klinik belgilari bilan namoyon bo'ladi. Xo'p. Endi menimcha egzokrin qismi hammaga tushunarli bo'ldi. Bu qismi juda oddiy, lekin endokrin qismi 3% gina bezda 3% gina qismi. Ya'ni aytaylik bez 100 ta bo'lakdan iborat 97 tasi egzokrin funksiyasini bajarsa-da, lekin 3 taginasi endokrin qismini bajaradi va bu qism bilasizlar Langerhans insulotsitlari, ya'ni orolchalari, insulo degani orolcha degan, Langerhans degan mana shu nomi. Insulotsitlarida tashkil topgan asosan mana shu hujayralar, bu joyda uchraydigan hujayralari bor. Mana bu gistologik tuzilishidan kelib chiqqan holatda, mana bu gistologiyasini aytaman degandim. Bezda atsinar tuzilishi, qaranglar, mana pufakcha holatida bo'lib yo'llar orqali mana bu ductus pancreaticusni hosil qiladi. Ductus pancreaticusni hosil qiladi va mana shu pufakchalar, mana shu hujayralarda tuzilishi bor. Mana shu joyda atsinar, sentratsinar hujayralari bor. Bundan tashqari bu yerda mana Langerhans hujayralari, insulotsitlari mana bu yashil, och yashil bilan berilgan Langerhans insulotsitlari hisoblanadi. Mana shu insulotsitlardan tashkil topgan mana shu insulotsitlar tarkibidagi hujayralarni endi sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Mana bu hujayralarni berib qo'yganman prezentatsiyada. 5 ta hujayrasi bor. Ayrim adabiyotlarda 10 ta, ayrimlarda 3 ta. O'zbek adabiyotlarida, yangi chiqayotgan adabiyotlarda hujayralar soni yangidan yangi hujayralar o'rganib borilmoqda. Ya'ni o'sha barcha hujayralari umumiy olganda organizmda o'ziga xos muhim vazifalarni bajaradi. Bulardan asosan alfa hujayralari, ya'ni glyukagon sintezlaydi. Bu glyukagon nima qiladi? Qondagi glyukoza miqdorini oshiradi, glikogenni parchalovchi ta'sir ko'rsatadi. Bilasizlar buni. Sizlar fundamental biokimiya kurslarida fiziologiyada ma'lum bo'lishicha sizlarga ma'lum bu narsa. Beta hujayralari.
Bu hujayralar insulin ishlab chiqaradi. Insulin bilasizlar, asosan oshqozon usti bezidan sintezlanib, har bitta hujayraga uglevodni o'zlashtirilishini ta'minlaydigan gormon. Ya'ni buni men o'zim o'tadigan kurslarimga chizib tushuntirib beraman. Ya'ni qanaqa sizlarga ham tushunarli bo'lishi uchun aytaman. Masalan, bitta xonaga kirish uchun eshik yopiq. O'sha xona bu yerda hujayra. O'sha tashqaridan glyukoza kelyapti, insulin o'sha eshikni ochib beradigan vosita hisoblanadi. O'sha glyukoza hujayrani ichiga kirish uchun eshik ochilishi kerak. O'sha eshikni ochadigan narsa insulin. Insulin bo'lmasa, tasavvur qilinglar, qondan glyukoza keladi, hujayra ichiga kirmaydi. Qayrim qandli diabet kasalliklarida asosan birinchi tipida mana bu insulinni yo'qligi va o'sha eshikni ochib bermayotganligi natijasida glyukoza hujayra ichiga kira olmay qolib ketadi va qayerda qoladi? Qonda qoladi. Tabiiyki, qon tomirlarimizda qoladi va bu giperglikemiyaga olib keladi. Mana shu glyukozani ortiqcha qon tomirida qolishi qandli diabet asoratlariga olib keladi. Xo'p, histologik jihatdan mana bu rasmlari Xo'p, endi sizlar bilan kasallikda o'ziga sekin kirsak bo'ladi. Pankreatit kasalligi etiologiyasiga kiramiz. Xo'p, xullas shu joyigacha hammaga tushunarli bo'lyaptimi? Mana shu joyigacha sizlar bilan 40 minutda o'tkazdik. Kasallikda o'ziga kirish uchun ham juda katta fiziologik qismlarga to'xtalib o'tdik. Endi yaxshilab eshitib turinglar. Bundan buyog'iga kasallikda eng qiziq joylariga keladi. Kasallikda o'zi haqida gaplashiladigan joylari bor. O'sha joylariga sizlar bilan endi qadam tashlaymiz. Demak, bu joylari kasallikda o'zi. Menimcha kasallikda o'zini pankreatit kasalligini boshida gaplashdik. Kirish qismi. Endi etiologiyasi kasallikda o'sha pankreatit kasalligiga olib keladigan etiologik faktorlar bu nima? Birinchi o'rinda ko'rib turgan bo'lsalaring, alkogolizm deb yozib qo'ygan. Bekorga aytmaganman buni. Hozir sizlar bilan patogenezida buni tushuntirib beraman. Alkogolizm qanday qilib pankreatitga olib kelib qo'yishi xalidolxalitiaz. Ikkinchi etiologik faktor mana shu o't yo'llaridagi mana bu yerda rasmini ham bor. Mana o't yo'llaridagi bitta tosh. Mana bu o't yo'llarimizdagi bitta tosh. Asosan mana shu joydan kelib o't tufagida hosil bo'ladi. Mana o't tufagida hosil bo'ladi va asosan o't yo'llarida mana bunday pastga tushadi. Toshlar mayda bo'lsa, har xil harakatlar, keskin harakatlar qilingan paytda o't tufagidan mana bunday pastga tushadi va fatir ampulasidan bevosita har xil reflyuks yo'llar orqali pankreatik yo'llar, duktus pankreatikusga o'tib qolishi yoki bevosita duktus pankreatikusning o'zida kalsiy va bikarbonatlar ishtirokida kalsiy karbonatli toshlar, kalsiyli toshlar paydo bo'lishi, mana shu duktus pankreatikusda bo'lib qolish natijasida mana bu duktus pankreatikusda mana shu joydan kelayotgan sekretlar mana bu yerda dimlanib qoladi. Va bu dimlanib qolish hisobiga mana shu joydagi fermentlar aktivlanib ketishi, buni hali patogenezda yana gaplashamiz. Mana shu bezda o'zini zararlanishiga olib keladi. Tushunyapsizlarmi? Qayerda patogenez, qayerda yotibdi? Mana shu oddiygina obstruktiv yo'llarda obstruksiyasi hisobiga mana shunday patogenez, mana shunday kasalliklar yuzaga chiqadi. Bu sizlarga xalidolxalitiaz edi. Xalidolxalitiaz mana bu o'zi nima degani? Mana bu xalidix umumiy o't yo'li, ya'ni keladi, xalidix hosil qiladi. Mana bu ductus cysticus bilan birga xalidixni ichiga mana ductus cysticus orqali toshlar kelib tiqilib qolishi. Balkim mana shu joyda, balkim fatirif ampulasida tiqilib qolishidir. Asosan yoki mana bu papilla duodenum mayor sohasida tiqilib qolishidir. Xullas mana shu kasalligi xalidolxalitiaz deyiladi. Asosan o'tkir pankreatit etiologiyasida ikkinchi o'rinni egallaydi. Asosan sizlarga aytadigan bo'lsam,
60-70-80% holatda mana shu ikkala etiologiya уже biz ko'radigan, biz uchratadigan pankreatitlardagi etiologik faktor. Sizlar ertaga bo'limlarga, sikllarga kasallar bilan bevosita muloqot qilayotganda, anamniz to'playotganda asosan mana shu ikkala qismi orqali uchraydigan kasallikning sababi bo'ladigan mana shu omillar kasalliklar orasida juda ko'p. O'sha kasallar mana shu omillar ham, balkim o'sha kasallarda alkogolizm bordir, balkim o'tdosh kasalligi bordir. Barchasi asosan ikkalasiga ko'p taqaladi. O'shaning uchun ham etiologik faktorlarda o'sha yetakchi o'rinlarni egallaydi va bundan tashqari dorilar bor. Dorilar asosan bu dorilarimiz ham o'sha mana bu pankreasda o'ziga jiddiy shikastlash ta'sir ko'rsatib qo'yishi mumkin. Ya'ni noto'g'ri qo'llash oqibatida asosan mana shu oshqozon osti bezini zararlanishiga olib kelib qo'yishi mumkin. Oshqozon osti bezimizda zararlovchi ta'sir ko'rsatib, o'tkir pankreatitlarga sabab bo'lishi mumkin mana shu dorilarimiz ham. Bu dorilar bilasizlar o'zi toksikligi yuqori bo'lgan antibiotiklar hisoblanadi. Antibiotiklar orasida tetrasiklinlari bor, boshqalari bor. Bular asosan o'sha o'tkir pankreatitlarga sabab bo'ladigan toksik dorilar hisoblanadi. Bundan tashqari asosan mana bu etiologik faktorlardan qon tomirlar ishemiyasini ham berib o'tganman. Boya bekoriga qon tomirlari sizlarga anatom 3D anatom modelda tushuntirmadim. O'sha aynan bezni qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlarda har xil spazmlar, har xil tromblar borib, ularda okklyuziyalarga sabab bo'lishi hisobiga umuman olganda oshqozon osti bezda mana bu qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlarda tromboz bo'lib qolishi hisobiga asosan nima bo'ladi? O'sha bezda o'tkir yallig'lanishi paydo bo'ladi. Bezda o'tkir yallig'lanishiga sababchi bo'lib qoladi. O'shaning uchun ham etiologik faktor sifatida qon tomirlar ishemiyasi. Asosan bu holat ko'pincha kimlarda uchraydi? Qandli diabeti bor, qariyalarda juda ko'p uchraydi. Qon tomir ishemiyasi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar juda ko'p, asosan yoshi keksa, 50 yoshdan yuqori odamlarda ko'p uchraydi. Giperlipidemiya. Giperlipidemiya ham bu bilasizlar, gipertriglitseridemiya, yog' kislotalar qonda ko'payishi, hammasi bilasizlar aterosklerozga sababchi bo'ladigan omil. Bevosita bu etiologik faktorida qon tomir ishemiyasini o'ziga kiritsam ham bo'lardi. Lekin bu alohida, chunki ortiqcha vazn degan boyagi yuqoridagi epidemiologiyasida gaplashdik. Ortiqcha vazn ham bilasizlar giperlipidemiyaga olib keladi. Bu ham asosan mana shu qon tomir ishemiyasi orqali через bu pankreatitlarga sababchi bo'ladigan etiologik faktorlardan biri hisoblanadi. Va 6-o'rinda turadigan RHPga asorat. RHPga nima degani? RHPga degani bu endoskopichskiy retrograd xolangiyopankreatografiya, ya'ni endoskopni kiritish yo'li orqali o'sha boyagi Virsungi yo'li dedim, o't yo'llari dedim. Mana bu o'zi nomidan kelib chiqqan holatda ham aytsa bo'ladi. Sizlarga hozir rasmini bo'lsa ham o'zi ko'rsatishga harakat qilaman. Hamma ekran translyatsiyaga qarab tursin. Buni nimaga qo'shmabman? Xo'p. Mana Virsungografiya degani boyagi Virsungi yo'lini kontrast vositasida tasvirlash hisoblanadi. Buni hali instrumental diagnostika bo'limlarida ham gaplashamiz. O'zi zalotoy standart bu. Aynan mana shu pankreatit kasalliklarini turlari bo'yicha nima qilishda, turlari bo'yicha bir-biridan diferensirovka qilishda asosan zalotoy standart bu mana shu RHPga hisoblanadi. RHPga orqali biz mana bu endoskop orqali kiritamiz. Uni o'zini mana bu kontrast moddalarni yuboramiz. Mana bu duodenum mayerdan o'zini fistulachasi bor, o'shani kiritib, mana bu joyda mana ingichkachakdan yo'llariga tushadi, o'sha yo'llariga kontrast modda yuboradi. Kontrast modda kirib, mana bu yo'llarini kontrastlaydi va rentgen qilganda, bu yoqda rentgenoskopiyada yoki через UZI ko'rib turiladi. Bu
nima qilib kontrol qilib turadi va rentgenda asosan kontrast modda to'plangandan keyin rentgen tushirilib yo'llari baholanadi. Agar aytaylik mana shu yo'llarda o'zida qanaqadir obstruksiya bo'lsa, mana bu rentgen mana shu joydan o'tmay qoladi. Yo'llarda o'zi balkim tosh bordir. Xullas, mana shu yo'llar orqali biz nima qilamiz? Diagnoz qo'yamiz. Asosan mana shu invaziv usullardan biri hisoblanadi. Bu usulda zararli tomoni bor. Bu zararli tomoni aynan o'sha o'tkir pankreatit kasalligi bo'lmasdan, o'tkir pankreatitga shubha qilinib, o'sha pankreatitni tekshirayotgan paytida o'sha aytaylik har xil infeksiyalantirib qo'yishi mumkin yoki o'sha virsungi yo'llarni har xil zararlab qo'yishi mumkin yoki kontrastni o'zi ham aytaylik har xil allergik hipersezuvchanliklarga sababchi bo'lib, immungenezli yallig'lanish kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Hammasi RHPga asoratidan keyin rivojlanganligi uchun RHPga asorati sifatida etiologik faktorlarga kiradi. Bu narsa ham hozirgi kunda juda ko'p kasallikni diagnoz klinikasiga qarab tashxis qo'ymasdan asosan mana shu tekshiruvlarga ko'p yuboradigan shifokorlarda asosan diagnostikasi, bu ham aytaylik diagnostik usullardan biri, to'g'ri kasallikni diagnoz qilish uchun yuboriladi. Balkim mana shu RHPgacha rentgenologni tajribasizligidan balkim bu asoratlar rivojlanishi mumkin. Balkim noto'g'ri qo'llash organizmni immun sezuvchanligidan kelib chiqqan holatda bir aytaylik mana shunday o'tkir pankreatitlarga sababchi bo'lib qolar. Xullas mana shunday etiologik faktorlar sirasiga kiradi. Idiopatik degani noma'lum, autoimmun degani bilasizlar, immun organizmda immun agressiyasi hisobiga organizm o'zini o'zi yallig'lanish keltirib chiqarib qo'yishi. Asosan pankreatitlarga sababchi bo'ladi. Mana bu alkogolizmda sabab bo'lishi alkogolizm, bilasizlar, o'sha alkogol ichimliklariga ruju qo'yish oqibatida juda ko'p etanol tabiatli o'sha aroqlar deysizlarmi yoki boshqa bir mahsulotlarni o'shalarni ko'p ichish hisobiga mana shunday pankreatitlarga sabab bo'ladi. Buni hozir patogenezda yana gaplashamiz. Va klinik ketishi bo'yicha endi ikkiga shu joyda ajratib ketganman. Ya'ni bu joyda o'tkir pankreatit haqida gaplashamiz. Xo'p, o'tkir pankreatitda bu yerda nima bo'ladi? O'tkir pankreatitni o'zini surunkali pankreatitdan farqli ravishda o'zi pankreatit kasalligi o'tkir bilan boshlanadi. Har qanday kasallik o'tkir bilan boshlanadi va surunkali holatda davom etadi. O'tkir bilan boshlanib, yetarlicha kasallikni sanagenezi oxirigacha bormaganda surunkali holatda davom etadi. Surunkali kasallik bilan keyinchalik o'zini surunkali kasallik taassurotlari bilan yakunlanadi. Asosan bu kasalligimizda o'tkir turi qanday kechadi? Bu kasallikda o'tkir turi parenximasida kasallik o'tkir yallig'lanish bilan boshlanib, parenximasida shishli, yog'li va gemorragik nekrozgacha olib kelib qo'yadigan, o'tkir yallig'lanishi bilan kechadigan ana shu kasallik hisoblanadi. Ya'ni bu degani nima degani? Ta'rifga to'xtalib o'tamiz. O'tkir pankreatitda shishini menimcha hamma tasavvur qila oladi. Mana bu kasallikda bezli parenximasi shishi bilan dastlabki bosqichlarda undan keyin gemorragik o'sha joyda tasavvur qilinglar. Hali patogenezini tushuntirib beraman. Yanada tushunarliroq bo'ladi. O'sha shishib, o'sha joydagi shish natijasida o'sha joydagi fermentlar aktivlanib, fermentni o'zi mana bu aytaylik bezni ta'minlaydigan qon tomirlarni nekrozi, devorini nekrozga olib qo'yishi va uning hisobiga bezni ichidagi qon tomirlar travmalari natijasida bezdan qon ketish, gemorragik qon ketishiga sababchi bo'ladi va o'sha bezda mana shu joyda qon bilan ta'minlanishi buzilib, o'sha nekrotik patomorfologik nekrozgacha sabab bo'ladigan kasalligi o'tkir pankreatit hisoblanadi. Ko'pincha kasalliklar shishdan keyin agar to'g'ri taktika bilan vrachlar, gastroenterologlar, chirurglar to'g'ri taktika bilan kasallikni davolasa,
asosan mana bu kasallikni shishli fazasini orqaga qaytarishi mumkin. Agarki to'g'ri davolay olmasa, kasallik davom etadi. Yog'li, gemorragik nekrozgacha sabab bo'lishi bilan yakunlanadigan fikr yallig'lanishi bilan tugaydi oxiri. Va o'sha paytdagi o'sha nekrozgacha keladigan paytda o'sha klinika kasalni letal holatga ham olib kelib qo'yadi. O'sha tomonlari bilan o'tkir pankreatit juda xavfli. Tasavvur qilinglar, boyagi o'tkir pankreatit kasalligini sizlar bilan patogeneziga kirishdan oldin anatomik, fiziologik xususiyatlariga to'xtalib o'tdim. O'tkir pankreatit bo'lmasa, mana shu joyda bir o'ylanglar. Hazm jarayonlari o'zi uglevodda ham, yog'da ham, lipidlarimizda ham, mana bu uglevodlarimizda ham, oqsillarimizda ham parchalab beradigan asosiy fermentlarni ishlab chiqaradigan organimiz bu o'sha oshqozon osti bezi. Oshqozon osti bezi endi bo'lmagandan keyin yo'q deb hisoblanglar. Mayli yallig'lanishi mayli yo'q deb hisoblanglar. Organizmga yeyotgan masalan oddiy mevamizdan tortib go'shtimizgacha uni tarkibidagi uglevod ham, oqsil ham hammasi uglevod oqsillar. O'shalar organizmga o'zlashtirilmasdan chiqib ketsa, organizm necha kun yashaydi? 1 yil yashay oladimi? 1 yilki mayli, 1 oy yashay oladimi? Yashashi mumkin qanaqadir parenteral nozik moddalar bilan, lekin baribir organizmda mana shu Xudo mana shunday yaratgan, organizmga mana shunday fermentlarni ishlab chiqaradigan organ pankreas bo'lganligi uchun ham bu pankreas kasalligi pankreatitda o'zini funksiyasini to'xtatib qo'yadi. Surunkalilikda o'zi juda ham chuqurlashib, ekzokrin, endokrin funksiyalarini yo'qotib qo'yadi. Biz o'tkir pankreatitda ekzokrin qismlari qisman darajada nima ishlab turadi? Yoki endokrin qismi, masalan, yo'llarda obstruksiya bo'lsa, ekzokrin qismi ishlamasdan, endokrin qismi ishlab turadi. Lekin surunkalilikda o'zi chuqur patogenez bo'ladi. O'sha joydagi bezlarda bezni nima ekzokrin, endokrin qismi butkul to'xtaydi. O'shani hisobiga bez funksiyasi umuman bajarmay qo'yadi. Xo'p, endi o'tkir pankreatitda patoanatomik, patomorfologik shakllar haqida gaplashamiz. Patomorfologik shakllardan shishli va yog'li nekrozli pankreatit va gemorragik pankreatit haqida sizlarga aytib o'tdim. Xo'p, o'sha aynan shishli turi qanaqa? Shishli turi o'sha bezda o'zida yallig'lanish hisobiga yallig'lanish jarayonlarini bilasizlar. Bezda o'zida kechadi kolor, dolor, tumor, rubor funksiya lezi. Asosan tumor bosqichi o'sha mahalliy o'sha organda o'zida yallig'lanish jarayonlari qanaqadir etiologiya bilan kechdi. O'sha etiologiya hisobiga har xil yallig'lanish jarayonlari, qon tomirlarining eksudatsiyasi, o'shani hisobiga bezni shishli mana shu morfologik tasviri sizlarga patomorfologik ko'rinishini berganman prezentatsiyada. Mana shunaqa shaklga ega bo'lib qoladi bezimiz. O'sha gemorragik boyagidek autokataliz bo'lib, pankreatik yo'llardagi fermentlar faolligi oshib ketib, o'sha gemorragitskiy tus olib, gemorragik mana bu qonlar mana bu pankreasning o'zida to'planib, induratsiyasiga sababchi bo'lib, mana shunday nekrozlarga, ya'ni gemorragik tusdagi o'tkir pankreatitlar sababchi bo'lib qolishi mumkin. Mana bu gemorragik. Endi yog'li. Yog'li degan nima degan? Mana bu bilasizlar, oshqozon osti bezi boya yuqorida ham aytdim, lipolit, ya'ni lipazalarni ishlab chiqaradi. Bu lipazalar nima qiladi? Yog' moddalarini parchalab beradi, yog'larni parchalashda qatnashadi. Endi bilasizlar, mana bu oshqozonni atrofini katta charv o'rab olgan. Katta charv o'rab olgan. O'sha katta charviga o'zini fermentlari boyagi parenximasini yorib chiqqanda, o'sha katta charvini ham borib parchalab, o'sha parchalanishdan hosil bo'lgan boyagi yog' kislotalari kelib mana bu parenximani o'zini zararlaydi. Yana qo'shimcha bezda ichidagi boyagi faollashib ketgan fermentlar ichkaridan emirsa, boya ichkaridan chiqqan fermentlar boya katta charv o'z organlari atrofida, mana bu qorin bo'shlig'i, yuqori qorin bo'shlig'ining farqli qismi o'rab turgan katta charv organlar atrofida joylashib, o'sha organ atrofida joylashgan charvini parchalaydi va tasavvur qilinglar, o'sha parchalanishdan hosil bo'lgan yog' kislotalari, triglitseridlar,
triglitseridlar bilasizlar, 3 atomli spirt, yog' kislota, shular qorin bo'shlig'ini dastlab peritonitiga sababchi bo'ladi. Pankreatitli peritonitga. Bundan tashqari peritonitda mana bu pankreasning o'zini ham yog'li nekrozga, yog'li o'tkir pankreatitga ham sababchi bo'ladi va o'shalardan keyingi jarayon bu yiringli pankreatit. Mana bu yaxshilab qarasalaring, yiringlashib ketgan o'sha nekroz o'choqlari bor. Mana o'sha yiringlab o'sha jarayonga, aynan mana shu shishli bosqichda aytaylik jarayonga har xil yiringli piagen bakteriyalar kelib qolish hisobiga mana shunday jarayon shu holatgacha kelgan, organ mana shunday yo'q bo'lib ketgan. Xullas, mana shu holatga kelgan. O'tkir, aynan bu jarayonlarda barchasi o'tkir ketganligi uchun o'tkir pankreatit deymiz. Endi o'tkir pankreatit haqida tushuncha hosil qildilar. Mana shu jarayonlarga qanday qilib yetib kelib qoladi, buni endi sizlar bilan patogenezida mana shu oddiygina bitta rasm orqali tushuna olasizlar. Ya'ni alkogol qanday mana bu o'tkir pankreatitga sababchi bo'lyapti, yoki qanaqa bakteriyalar kelib qolyapti, yoki boshqa qanaqa bir etiologiya, yuqorida sanab o'tilgan etiologiyalar barchasi qanaqa o'tkir pankreatit sabab bo'lib qolyapti degan patogenez haqida sizlar bilan gaplashamiz. E'tibor qaratinglar, bu yerda mana bu rasmda nimani ko'rishimiz mumkin? Mana bu bitta adsinus. Adsinusdagi fermentni beryapti sizlarga. Hop, davom etamiz. Tomoqni qo'llab oldik. Fermentni beryapti. Adsinusdagi ferment. Bu ferment bu tripsinogen, boya aytdim. Tripsinogen o'zi pankreasda o'zida nofaol holatda bo'ladi. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsalaring, mana bu tripsinogenni tripsinga aylantirib yuboryapti. Mana bu tumor necrosis faktori alfa. Tumor nefrotik faktor alfa. Uzr. Mana bu omil, mana bu sitokinin ishlab chiqariladi. Nimalardan? Bu sitokinlar yallig'lanish jarayonlarida ishlab chiqariladigan aynan mana bu makrofaglar bu joyga, neytrofillar bu joyga kelgandan keyin ishlab chiqariladigan modda hisoblanadi yallig'lanish joyiga. Asosan bu yerda mana bu joyda berilyapti etiologik faktorlar yoki mana bu xolesistokinin, boya aytdim. Oshqozon osti bezining egzokrin qismini qo'zg'atadigan xolesistokinin giperstimulyatsiyasi yoki etanol, spirtni o'zi kelib qon bilan keladi. Bilasizlar, o'zi spirt ichayotganda tasavvur qilishlaringiz uchun aytaman. 100 to'qishtirdida ko'tardi, ichaklarga, oshqozonga tushadi, ichaklar orqali so'rilib, portal vena, jigar, undan keyin katta qon aylanish doirasi orqali yana oshqozon osti beziga xullas yetib keldi, qon tomirlari orqali. Boya sizlar ko'rsatgan o'sha qon tomirlari orqali keldi. Aynan mana shu qon tomirlardan etanol arteriyalardan o'tib, bezda atsinar hujayralariga kelib ta'sir ko'rsatdi. Mana bu joyda etanol aynan bel vosita mana bu xullas aytganda adsinuslardagi tripsinogenni fermentlarni tripsinga aylantirib qo'yadi. Etanolni o'zini ta'sir mexanizmi keladigan bo'lsalaring, mana ta'sir ko'rsatyapti. Kelyapti-da, etanol hujayralariga ta'sir ko'rsatyapti. Ta'sir ko'rsatish orqali mana bu aytaylik hujayralarda o'zini bevosita zararlanishiga, bu bakteriya bevosita zararlanishiga sababchi bo'lyapti. Bundan tashqari mana bu yallig'lanish jarayonini keltirib chiqaryapti. Aynan o'sha etanolni o'zi. Bu yerda yallig'lanish jarayonida ishlab chiqariladigan lekotrinlar yallig'lanish jarayonida xemotraktant vazifasini bajaradi. Xemotraktant degani bu o'sha yallig'lanish joyiga boyaga makrofag, mikrofaglarni olib keladigan moddalar hisoblanadi. Asosan lekotrinlar kiradi. Bunga o'sha lekotrinlar ishlab chiqarilganda o'sha joyga makrofaglar keldi. Mana qon tomirlaridan neytrofillar, makrofag, mikrofaglar kelib o'zidan ko'ryapsizlar. Inflamator, ya'ni yallig'lanish mediatorlarni ishlab chiqarilyapti. Interleykin 6, interleykin 1, tumor nefrotik faktor alfa. Bular kelib tumor nefrotik faktor alfani o'zi tripsinga ta'sir ko'rsatyapti. Tripsinogenni tripsinga aylantiryapti yoki boshqa bir fermentlarni aktivlab qo'yapti bezda ichida. Mana bu joyda yana keyingi rasmda tushunarli bo'lish uchun berilgan. Mana
alkogol, gallstone degan mana bu o't yo'llaridagi tosh. O't yo'llaridagi tosh ham asosan o'tkir pankreatitga sababchi bo'ladi. Aynan mana shu o't tufagidan kelib, mana bunday tosh kelib, mana shu joyiga tiqilib qoldi. Bu ham o't yo'llarida, ham pankreatik yo'llarda dimlanishga sababchi bo'lib qoladi. Va bu dimlanishda nima bo'ladi? Mana bu yerdagi kelayotgan o't yo'llaridagi tripsinogenlar, aytaylik, misol uchun, tripsinogenlar dimlanganda faollashib ketish xususiyatiga ega. Mana shu yo'llarda faollashib ketadi. Mana aynan bezni dastlab agar tosh mana bu yerda bo'lsa, bosh qismidan zararlanib, aynan mana shu joyda yallig'lanish o'choqlari bilan boshlanadi. Aynan o't tosh kasalliklar, xalidoxalitiaz degani boyagi shu narsa edi. Ya'ni o't yo'llariga tosh tiqilib qolishidan. Alkogolda o'zi ham nitrofillarni o'sha joyga migratsiyasi, nitrofillar ishlab chiqariladigan o'sha tumor nefrotik faktor alfa, interleykin 1, 6, 12 mana shular barchasi aynan mana shu sohaga keldi, nitrofillar ishlab chiqardi. Ular mana bu atsinusdagi tripsinogenni tripsinga aylantirib yubordi, kuchaytirib yubordi. Va buning hisobiga nima bo'ldi? Aynan oshqozon osti bezini o'zini o'zi yemiradi, autoliz qilib qo'yadi, o'zini o'zi eritib yuboradi, lizis qilib yuboradi. Va mana shuni hisobiga o'tkir pankreatitlar kelib chiqadi. Dorilar ham xuddi shunaqa, dorilar ham kelib xuddi shunday toksik ta'sir ko'rsatishi yoki mana bu endoskopik retrograd xolangopankreatografiyada bunda ham aynan infeksiyani o'zi, mana infeksiya, bakteriyal infeksiya kelyapti, hujayrani o'zini zararsizlantiryapti. Hujayrani o'zida bevosita agar fermentlar zararlab bu joyga nitrofillarni infiltratsiyasi, boya nitrofillarni migratsiyasini ta'minlasa, yallig'lanish jarayonlari orqali yo bundan tashqari o'zi mana bu kaspaza bor, hujayra fermentlari, hujayraning ichidagi faol fermentlar. Bular asosan nima qiladi? Bu fermentlar hujayrani ichida, mana bu pankreatik aksinar hujayraning ichida hujayrani o'zini apoptoz jarayonlarida qatnashadi. Asosan hujayrani o'zini apoptoz qilish funksiyasini bajaradi. Mana shuni faollashtirib qo'yish orqali hujayralarning nobud bo'lishiga olib keladi. Bu ikkinchi patogenezi. Etanol yana bitta patogenezi bor, aytish yodimdan chiqaribdi. Etanol mayli hujayradan qon tomiri orqali keldi va hujayrani o'ziga kelib o'tirdi. Hujayraga kelib o'tirganda hujayrani ichiga kiradi, sitoplazmasida etanol kelib mitoxondriyasiga o'tadi. Mitoxondriyasiga o'tib energiya almashinuvini buzadi, sitoplazmada kalsiylarni oshiradi. Ya'ni mitoxondriyadagi jarayonni buzgandan keyin tabiiyki ATF energiyasi yo'qoladimi? Yo'qoladi. ATF energiyasi bo'lmagandan keyin nima bo'ladi? Tabiiyki hujayralarimizdagi natriy kalsiy yoki kalsiy serkalaridagi kalsiy serka aktiv kalsiy kanallari ishi bo'lmaydi. Ya'ni ishi buziladi. Bu kanallar ishi buzilgandan keyin sitoplazmada kalsiylar oshadi. Sitoplazmada kalsiylar oshishi lizosomal fermentlarning aktivligini oshirib yuboradi. Lizosomal fermentlar tabiiyki o'sha joyda qanaqa hujayra bo'lsa, egzokrin hujayrasimi, endokrin hujayrasimi, xullas hujayralarni lizis qilib tashlaydi. Hujayra ichidan o'z-o'zidan. Ya'ni o'sha hujayra ichidan yemirilib, hujayralar o'sha joyda nekroziga, yallig'lanish jarayonlariga sabab bo'ladi. Bu patogenezida bu yerda yana umumiy etiologiyasi patogenezda mana ko'rib turibsizlar. Sitokinillar hujayralardan chiqib, mana bu hujayralarni shishiga sababchi bo'lyapti. Bundan tashqari mana bu qon tomirlarini o'tkazuvchanligi bu yerda qon tomirlarning o'zida gipovolemiyaga sababchi bo'lyapti. Xullas, organizmda og'ir darajada gipovolemiya tabiiyki yurakka nagruzka, yurakda gipovolemiya degani qon tomirlar ichidagi qon bosimini umumiy olganda hajmni pasayishi va bilvosita qon bosimini pasayib ketishiga olib keladi. Buning hisobiga yurak boshida taxikardiya, shok rivojlanishi mumkin. Bundan tashqari yurakda anuriyalar paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bilasizlar, oshqozon osti bezi o'zini funksiyasini bajarmagandan keyin oqsillar metabolizmi, har xil organizmdagi boya gaplashgandagi lipidlardan tortib uglevodlar, oqsillar so'rilishidagi ishtirok etadigan fermentlarni sintezlaydi. Bu oshqozon osti bezi o'sha fermentlar sintezi buzilgandan keyin
Nima bo'ladi? Tabiiyki organizmda oqsillar va uglevodlar va barchasi elektrolitlar disbalansi kelib chiqadi. Xullas olganda, mana bu to'qimalar shishiga, gipolimiyasiga sababchi bo'ladi. Bitta oshqozon osti bezi ishlamay qolgandan keyin, mana shunday o'zgarishlar organal, poliorgan yetishmovchiliklarigacha bo'lgan holatda patogenez yo'llari orqali shu organlar ish funksiyasi buziladi. Bu organlarda ish funksiyasini buzilishini juda turli xil patogenez yo'llar bilan tasavvur qilsa bo'ladi. Yana bitta yo'lni aytaman, mana shu oshqozon osti bezi atrofidagi yallig'lanish jarayonlarining qorin bo'shlig'iga tarqoq holatda tarqalib ketishi diffuz peritonitga olib keladi. Diffuz peritonitda ham oshqozon bo'shlig'ida joylashgan har qanday organda ishi funksional jihatdan buziladi va poliorgan yetishmovchiligiga ham olib keladi. Mana shu tomonlardan ham organlarda mana shu kasallikning patogenez jihatdan tushunarsiz bo'lganligini nimasi talabalarga qiyinligi mana shu tomonda. Ya'ni bu kasallik shunaqangi murakkab patogenez yo'llariga ega. O'shaning uchun ham bu kasallikni davolash jarayonlari juda og'ir kechadi. Xirurgiya, o'tkir pankreatit kasalliklari ko'pincha xirurgiya bo'limlarida davolaniladi. Asosan xirurgiya bo'limlarida bu kasallikda har xil oshqozon osti bezi bergan asoratiga qarab, balki peritonit oshqozon osti bezini yuvish, olib tashlash bilan, ma'lum bir bo'laklarni olib tashlash bilan yoki bergan asoratlari peritonit bo'lsa oshqozon bo'shlig'ini yuvishlari bilan davolash choralarini, mana bunday patogenetik davolash jarayonlarini birdaniga boshlamasa, bu juda ko'p, ya'ni ko'rib turibsizlar, poliorgan yetishmovchiligiga sababchi bo'ladi va bu kasallikdan keyingi letal foiz ham juda baland. Ya'ni o'lim ko'rsatkichi bu kasallikdan keyin juda baland hisoblanadi. Mana bu o'tkir pankreatitni patogenezi edi. Endi sizlar bilan surunkali pankreatit haqida gaplashamiz. Surunkali pankreatit bu yuqorida boya aytdim. Ya'ni bezda surunkali yallig'lanishi bilan kechib, aynan o'sha egzokrin va endokrin bajaradigan funksiyalarni umuman buzilib qolishiga sababchi bo'ladigan yallig'lanish kasalligi hisoblanadi surunkali pankreatit kasalligimiz. Bu kasallikda o'zini turlari bor, etiologik faktorlarga ko'ra, patomorfologik shakllariga ko'ra turlari bor. Asosan etiologik shakllarda ko'rib turibsizlar, kalsifitsirlovchi shakli bor. Surunkali pankreatit shakli bu asosan boyagi bezda bezda o'zida o'sha kalsiy toshlarni hosil bo'lishi va boyagida obturatsion, ya'ni yo'llardagi kalsiy toshlari bekilib dimlanishga olib kelib qo'yadi dedim. O'sha dimlanishdan keyingi pankreatitlar sababchi bo'ladigan shakli aynan kalsifitsirlovchi shakli hisoblanadi. Bu shakli ham juda ko'p uchraydi. Obstruktiv shakli. Obstruktiv shakli bu kalsiy toshlardan farqli ravishda o't yo'llaridan keladigan har xil xolesterinli, bilirubinli toshlarni o't yo'llariga kelib, boyagi ampulaga, so'rg'ichga kelib tiqilib qolishidan hosil bo'ladigan obstruksiyadan keyin rivojlanadigan obstruktiv surunkali pankreatit shakli hisoblanadi. Infiltrativ shakli endi bu o'sha pankreasni har xil yallig'lanishli infiltratlar, o'sha joyga infiltrat bilasizlar, qon tomir o'tkazuvchanligi oshib ketishi, balkim patogen mikroflorani patogen o'choqlardan kelib qon orqali kelib gematogen yo'llar bilan yoki alkogol ta'siridagi boyagi yallig'lanish jarayonlari, xullas bezda qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlar o'tkazuvchanligiga olib kelib infiltrativ, ya'ni eksudativ yallig'lanishidan kelib chiqadigan holat, ya'ni infiltrativ fibrozli shakli hisoblanadi. Bu surunkali ravishda rivojlanadi. Hozir patogenezni tushuntirayotganda yana aytaman. Fibroz indurativ shakli ham, ya'ni fibroz hujayra bezi bez to'qimasi fibrozlashib ketadi. Qattiqlashib ketadi. Oddiy qilib aytganda induratsiya degani bu zichlash degani, fibrozli induratsiya degani fibrozli zichlashadi o'sha surunkali pankreatitimiz. Endi kistoz surunkali pankreatit. Kistoz surunkali pankreatit o'sha aytaylik
Bunda ikki xilcha kistalari farqlanadi pankreatitlarda, surunkali shakllarda. Shu narsani aytib o'tish kerak. Albatta, bu shakli ikki xil, ya'ni kistalarda uchrashiga ko'ra ikkita turi bor, bilasizlar. Yallig'lanish xarakteriga ko'ra, yallig'lanish deyapman, uchrash nimasiga ko'ra parazitar и noparazitar shakllari bor. Parazitar kistalar bilasizlar, exnokok eng oddiyi va eng ko'p odam organizmida parazitar kasallikli exnokokoz kasalligi sabab bo'ladigan parazit hisoblanadi. Asosan mana shu exnokok kasalliklari hosil qilgan parazitlar. Bu kistalar, ya'ni bezdagi kistalar, bu parazitar kistalar deyiladi yoki noparazitar kistalar bo'ladi. Bular ham o'sha bezda to'qimasida hosil bo'ladi va surunkali yallig'lanish jarayonlariga olib keladi va surunkali pankreatitni bitta shakli hisoblanadi. Aynan mana shu 5 ta shakl kasallikning etiologik shakllari hisoblanadi. Patomorfologik shakli ham xuddi shundan kelib chiqqan holatda interstitsial shishli psevdotumoroz, ya'ni kistalar hisobiga yoki boshqa bir to'qimadagi absesslar hisobiga bo'lishi mumkin. И parenxematoz, indurativ va kistoz shaklli patomorfologik shakllari bor. Xuddi mana bu o'tkir pankreatitdagi mana shu shakllarga o'xshab uchraydi. Endi surunkali pankreatit etiologiyasida asosan alkogolizm bunda ham surunkali surunkali pankreatitlarga sababchi bo'lishi mumkin. Почти boyagi o'tkir pankreatitlar bilan bir xil, lekin boyagidek surunkali jarayonlarga surunkali ravishda ketishi bilan bu surunkali pankreatit o'tkirdan farq qiladi. Hali o'tkir va surunkalining oxirida klinikasi umumiy solishtiramiz. Endi surunkali pankreatitni shu joyda patogenezi haqida gaplashamiz. Ya'ni patogenezi haqida nimalar bu yerda e'tiborli? Aynan mana bu boyagi hujayralarimiz bor edi. Hujayralarimiz biz bildik, o'tkir pankreatitdagi boyagi shishli jarayonlar qanday ketdi, yog'li, nekrozli jarayonlar qanday ketdi, barchasini o'tkir pankreatitda gaplashdik. Bu yerda ham aynan alkogol, noto'g'ri odatlar barchasi ko'rib turibsizlar. Mana shu yallig'lanish xronический pankreatitga sababchi bo'lyapti. Aynan bu joyda mana bu normal tuzilishini ham bir qarab o'tiringlar. Normal hujayralar orasida satellit hujayralar bor. Satellit hujayralari bu fibroblastlarni o'zida saqlaydigan hujayralar hisoblanadi. Ya'ni o'sha fibroblastlarni aktivlaydigan hujayralar. Ya'ni mana shu hujayralar faollashsa, fibroblastlar faollashadi. Bu fibroblastlar bilasizlar, organni biriktiruvchi to'qimali nimasi? Komponent. Agar mana shu hujayralar mana shu joyda nobud bo'lsa, organ mana shu joyda sразу satellit hujayralar faollashib, o'rniga biriktiruvchi to'qimani hosil qilib ketadigan, ya'ni o'rnini qoplab to'ldirib ketadigan hujayralar hisoblanadi biriktiruvchi to'qima bilan. Xuddi bu jarayonni jigar sirrozida ham ko'rgansizlar, bilasizlar, jigar sirrozida ham xuddi shunaqa nobud bo'lgan gepatatitlar o'rniga biriktiruvchi to'qima kelib qoplaydi. Aynan biz mana bu pankreasni mana shu turda ham aynan o'sha joyda aytaylik, alkogollar, har xil etiologik faktorlar kelib bezda zararlab qo'yadi. Bezda mana bu pankreatat, ya'ni atsinar hujayralarni kelib zararlab qo'yish hisobiga bu joyda boyagidek alkogollar bevosita lizosomal fermentlarni aktivlab qo'yishi yoki alkogolni o'zi mana shu joyda yallig'lanish jarayonlarini keltirib chiqarib, nitrofillarni migratsiyasi, nitrofillar mana bu joyda sitokininlarni ishlab chiqarishi, sitokininlar boyagidek yallig'lanish jarayonlarini, inflammation degani yallig'lanish jarayonlarini kuchaytirib qo'yishi va xullas bu yallig'lanish jarayonidagi sitokininlarni yana bir boshqacha ta'siri, sitokininlar o'sish faktorlari. O'z nomidan ham kelib chiqib aytsa bo'ladiki, o'sish faktorlari tabiiyki o'sha joyda hujayralarni yana qaytadan o'stirish kerak. Bu joydagi mana bu yallig'lanish jarayonida nobud bo'lgan hujayrani o'rniga o'stiraman deydida, satellit hujayralarni faollashtirib, satellit hujayralari fibroblastlarni mana ko'rib turibsizlar, aktivatsiya qilib. Fibroblastlar aktivatsiya qilgandan keyin mana bu joyda hujayralar nekrozga uchradi, mana nekrozga uchradi, o'sha sitokininlar aktivatsiya qildi va fibroblastlar aktivlanib keldida, mana bu bezda o'zini nima qilyapti?
biriktiruvchi to'qima bilan qoplayapti. Bezdan atrofini nobud bo'lgan bezni o'rnini biriktiruvchi to'qima bilan to'ldiryapti va mana shunday bezni to'qimasi endi fibrozlashadi. Fibrozlash degani o'sha bezni to'qima o'rniga biriktiruvchi to'qima qoplab, bezni qattiqlashishi, induratsiyalari nazarda tutiladi. Mana shu jarayonlar surunkali pankreatitda asosiy mexanizm endi. Mana shu joydagi mana bu aytaylik bez sog'lom holatda o'zi bizga tripsinogen, lipaza, milazalarni sintezlab berardi. Endi mana bu holatda umuman bez ishlamaydi. Bez ishlashi uchun bezni o'zini bir fiziologik mexanizmlari bu bezda kechmaydi. Bu aksinar hujayralarda bez deb aksinar hujayralarda kechmaydi. Mana bu normadan farqli ravishda. Endi bu hujayralar tabiiyki o'zi nima qiladi? O'z funksiyasini bajara olmaydi. Sekretsiya qilmaydi, egzokrin, endokrin funksiyalarni bajarmaydi va shunga qarab organizmda klinika namoyon bo'ladi. Endi tabiiyki patogenezdan klinikasini keltirib chiqaramiz va bu joyida sizlar bilan tabiiyki klinik jihatdan qanday kelib chiqishlari haqida ham aytib o'tib ketaman. Ya'ni klinikasi patogenezdan keltirib chiqaramiz. Endi e'tiborli bo'lasizlar. Pankreatit kasalligini klinikasi qanaqa bo'ladi? Klinikasi o'sha o'tkir pankreatitda ham, surunkali pankreatitda ham ko'rdikki, og'riq bo'ladi. Ikkala pankreatit turida ham og'riq bo'ladi. Og'riq qanaqa? Ya'ni o'sha boya aytdim. Oshqozon osti bezi. Aynan oshqozonning osti epigastral sohada, mana bu kindik va epigastral sohasining o'rtasida joylashadi. Ko'p qismi, ya'ni tana va dum qismi chap tomonda qovurg'a yoyiga parallel joylashadi. O'ng tomonda boshi va tanasining biroz qismi o'ng tomonga yo'nalgan holatda joylashadigan parenximatoz organ. Aynan mana shu organ zararlanganda, aynan o'sha organni qorin pardani orqa devorida retroperitoneal, mezoperitoneal o'ralgan organ ortida joylashib, tabiiyki qorin pardalarida varaqlari unga tegib turadi. Undagi yallig'lanish jarayonlari qorin pardani ta'sirlantirishi. Tasavvur qilinglar, o'zi og'riq nimaga keladi, nimadan kelib chiqadi deydigan bo'lsalaring, o'sha qorin pardani petal visceral varaqlari yallig'lanish hisobiga, bir-biriga ishqalanish hisobiga og'riq o'zi kelib chiqadi. Har qanday qorin bo'shlig'ini o'tkir kasalliklar deysizlarmi, oddiy appenditsit deysizlarmi? Shunday holatlarda og'riq asosan qorin pardani bir-biriga ishqalanishi, ta'sirlanishidan og'riqlar kelib chiqadi. Aynan pankreatitda ham o'sha retroperitoneal o'ralganligi, o'sha organlar qorin pardalar bilan atrofida o'ralganligi, atrofi qorin pardalar bilan qoplangan. Shu qorin pardalarni bir-biriga ishqalanish hisobiga og'riqlar kelib chiqadi va og'riq xarakteri belbog'simon bo'ladi. Va ikkinchi belgisi aynan o'tkir pankreatitda bu yerda nazarda tutilayotgan klinikasi intoksikatsiya, organizmda intoksikatsiya, yallig'lanish mediatorlari, o'sha yallig'lanish mediatorlari ta'siri hisobiga mana bunaqa organizmda intoksikatsion belgilar, holsizlik, lanchlik, isitmani ko'tarilishi, har xil artralgiya, miyalgiyalarni barchasi intoksikatsion belgilar hisoblanadi. Endi bu pankreatitda tabiiyki proteolitik fermentlarni qonga chiqib ketishi hisobiga bu jarayon, intoksikatsiya jarayoni yanada kuchayadi. Shuning uchun ham o'tkir pankreatitda intoksikatsion belgilar ustuvor bo'ladi, baland bo'ladi, isitma yuqori bo'ladi, organizmda holsizlik, lanchlik yuqori bo'ladi. Surunkali pankreatit klinikasida dispeptik buzilishlar yuqori bo'ladi. Mana shu ikkala kasallikda klinik jihatdan farqlab ketinglar hozirdan. Qayd qilish. Bu yerda qayd qilish tabiiyki organlarda mana shu qorin bo'shlig'i organlarini qon bilan ta'minlanishidan kelib nima bilan nerv sistemasi bilan ta'minlanishiga ko'ra bilasizlar, organlar atrofida, ya'ni vegetativ nerv sistemasi, simpatik nerv sistemalari o'zini nimalarni hosil qiladi? Ganglionlarni hosil qiladi. Vegetativ nerv sistemasi organlar atrofida ganglionlar hosil qiladi. Mana shu ganglionlar ichida dopaminergik nerv sistemalar nimalar bor? Mediatorlar, retseptorlar. Aynan mana bu organlarda qorin bo'shlig'i yallig'lanish bo'layotgan paytida ta'sirlanishi o'sha gangliozitlardagi
xolina retseptorlar orqali yoki dopamin retseptorlarning ta'sirlanishi o'sha gipotalamusdagi trigger zonalarni qitiqlash hisobiga qayd qilish refleksi paydo bo'ladi. Aynan bu o'tkir pankreatitda ko'rib turibsizlar, eng xos bo'lgan, ya'ni qayd qilish bilan birga yengillashish sodir bo'lmaydi. Masalan, ayrimlar qayd qilgandan keyin yengil bo'lsa, pankreatit kasalliklari juda ko'p qayd qiladi va bu qayd qilish oqibatidan bu kasallik yengillik bermaydi. Bu simptom yengillik bermaydi. Ya'ni qayd qilgandan keyin yengillik yuzaga kelmaydigan va juda ko'p qayd qilishlar bilan namoyon bo'ladigan pankreatit kasallik hisoblanadi. Kasallarning oldlaringizda ko'p qayd qilyaptimi? O'sha og'riq xarakteri belbog'simon doimiymi? Sizlar o'sha pankreatit haqida o'ylashlaringiz kerak. Aynan hali yana triada bor, uni keyinroq aytaman, keyingi slaydimizda. Bundan tashqari istimani aytdim, meteorizm. Meteorizm bu bilasizlar qorin dam bo'lishi, dispeptik buzilishlar orasida ko'p uchraydi. Diareya, meteorizm va polifikaliya turibdi keyingi nimasida. Meteorizm bu qorinni dam bo'lishi, aynan hazm bo'lmagan uglevodlar, aytaylik lipidlar ham, mana bu oqsillar ham juda ko'p massasi borib yo'g'on-ichakka boradi. Yo'g'on-ichakdagi bilasizlar bakterial flora bor. Bifida bakteriyalardan tortib patogen bakteriyalargacha o'sha joyda uchraydi. Mana shu bakteriyalar gacha o'zi uglevodlar juda ko'p qismi kelmaydi. O'sha yo'g'on-ichakgacha uglevodlarning asosiy qismi ingichka ichakda so'rilib ketardi. Qachonki pankreatik ferment normada, pankreatik sok normada tushib turganda. Endi sizlar surunkali pankreatit kasalligi bilan og'rigan bemorlarda tabiiyki bu jarayon kechmaydi. Pankreatik ferment ishlab chiqarilmaydi. Uglevodlar tabiiyki barchasi yo'g'on-ichakka boradi va juda ko'p uglevodlarni o'sha joyda bakteriyalar tomonidan chishirishidan metan gazlari, karbonat angidrid gazlari, vodorod gazlari hosil bo'ladi. Bu gazlar tabiiyki ichaklarimizni gazli kengayib, qorinda dam bo'lishiga olib keladi va mana shunaqa klinika bilan namoyon bo'ladi. Va polifikaliya. Tabiiyki polifikaliya degani juda ko'p axlat ajratish, defekatsiyani oshishi. Ya'ni axlat o'zi bilasizlar, aytaylik, axlat o'sha ichaklarda, ingichka ichaklarda fermentlar ta'sirida parchalanib so'rilardi, boya ham aytdim. So'rilmagandan keyin pankreatik fermentlar ishlab chiqarilmagandan keyin mana shu joyga tushmagandan keyin ichaklarimizni so'rilish jarayoni kechmaydi. Aytaylik, bir kosa ovqat yeysalaring, bir kosa o'sha kasal yesa bir kosa ovqatni, o'sha bir kosa ovqat ichaklardan o'tib so'rilmaydida, bir kosa ovqat bo'lib axlat bo'lib chiqib ketadi. Yegan ovqat organizmga yuqmaydi. Xullas, axlat miqdori tabiiyki oshadi. Bemor o'sha madorsiz yegan ovqatlar organizmga o'zlashtirilmaydi, ovqat yegisi keladi, majburlab tiqadi, lekin organizm o'zlashtirmay axlat bo'lib chiqib ketadi va mana shu holat simptom polifikaliya deyiladi. Steatoriya bu nima degani? Steatoriya degani bu yog'li axlat. Tabiiyki ko'pincha mana bu obstruktiv surunkali shakllarida yoki o'tkir pankreatit obstruktiv shakllarda juda ko'p uchraydi. Ya'ni safro, o't, oshqozon osti bezi sekretlari tarkibidagi lipazalar ichaklarimizga tushmay qoladi va tushmagan lipazalar tabiiyki nima qiladi? Hazm qilmaydi. Yeyilgan yog'larni hazm qilmasligi hisobiga bu yog'lar organizmda o'zlashtirilmasdan axlat tarkibida yog'li bo'lib chiqib ketadi. Axlat yog'li bo'ladi. Agar nima bo'lsa ham aytaman, endi неприятный bo'lsa ham aytaman, boyaga unitazga axlat tushganda unitazda yog' tomchilarini qalqib qolishi suvda, mana shunaqa holatlar bilan namoyon bo'ladi. Klinikasida anamnezlarni shulargacha so'rab, aniqlik kiritib bilib olsalaringiz ham bo'ladi. Steatoriya ko'pincha o'tdosh kasalliklarida xarakter belgilaridan hisoblanadi va ko'rib turibsizlar, pankreatitlarda ham uchraydigan simptomlardan biri hisoblanadi. Sariqlik tabiiyki kelib chiqishi tak boyaga obstruktiv
ampuladagi toshlarni tiqilib qolishidan kelib chiqadi va bundan tashqari sariqlikni kelib chiqishi boyagi oshqozon osti bezining boshchasi shishli o'tkir pankreatitli bo'lib, o'sha boshchasini shishi xalidixni qisib qo'yishidan ham yuzaga kelib chiqishi mumkin. Mana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin yoki har xil o'sma kasalliklari boya etiologiyasida kiritmagan ekanman, hozir esimga keldi. O'sma kasalliklari ham juda ko'p. Mana bu xalidix va duktus pankreatikus qo'shilgan joyida yuzaga chiqadigan o'sma kasalliklari juda ko'p uchraydi. Klinikalarda ham, praktikalarda ham ertaga juda ko'p uchratasizlar. O'sha xolesistit deb xirurglar tashxis qo'yadi, ochadi, qarasa o'sha yo'llarda atrofini qarasa o'sha o'sma o'pxil turadi. O'sha o'pxilni ochib ko'rib keyin bilan ungacha bunaqa turdagi o'smalarni MRT bilan tekshirganda ham pod vopros turadi. E'tibor bermaydi. Ya'ni o'sha o'tkir xolesistit belgilari kuchli bo'ladi. O'sha xolesistit belgilari bilan xolesistit deb o'ylab, aynan ochib ko'rgandagi holat shunaqa bo'lib turadi. Aynan mana shunaqa holatlar ham uchraydi. Bu ham o't yo'llaridagi obstruksiyaga sababchi bo'ladi. Tashqi tomondan o'sma qisib qo'yadi o't yo'llarini va o'shani hisobiga bu yerda nima qiladi? Safro dimlanib sariqliklarga, jigar osti sariqliklariga sababchi bo'ladi. Ko'pincha xolidixolitiyaz kasalligida uchraydi. Misoli bilan mana yozib qo'yganmiz. Endi klinikasida o'zi har qanday oshqozon abdominal kasalliklarda klinikalardan eng bizni diferensirovka qiladigan tomoni og'riq. Tabiiyki, og'riqni xarakterini sizlar bilarkansizlar. Har qanday oshqozon kasalligi deysizlarmi yoki appenditsit deysizlarmi yoki aytaylik mana bu pankreatit deysizlarmi, barchasida sizlar nima qilasizlar? O'sha og'riqni xarakteriga qarab kasallik haqida patopros, ya'ni so'roq ostida, ya'ni taxminiy o'ylaysizlar. Bunda ham aytaylik o'zini oshqozon osti bezini ham kasalligi, aynan pankreatitni ham o'zini xarakterli belgilari bor. Og'rig'iga ko'ra buni hozir zonalari bo'yicha mana ko'rsatib beraman. Undan oldin yana obyektiv ko'rganda sizlar pankreatit kasalligida uchraydigan simptomlari bor. Mandor simptomi. Tanani, umumiy tanani barcha joyida, asosan yuz terisida, qorin bo'shlig'i atroflaridami, yuz terisidami binafsharang dog'lar bilan paydo bo'ladi. Binafsharang dog'lar paydo bo'lishi, Holsted simptomi, qorin terisining sianozi, Turner simptomi, qorinning yon devorlari va bel sohasida sianozlar va Grunwald simptomi, kindik sohasi atrofida epitelial toshmalar bilan namoyon bo'ladigan simptomlar aynan pankreatit kasalligi uchun. Mana shu simptomlarda uchratsalaringiz, ya'ni mana bunday dispeptik buzilishlardan tortib og'riqda belbog'simon xarakterli bo'lishi barchasi sizlarda pankreatit haqida o'ylashlaringiz kerak. Mana shunday klinikalar kuzatilsa. Endi bu klinikalar orasida sizlarga eng keraklisi mana shu 3 tasi. Mandor triadasini eslab qolinglar. Aynan pankreatit kasalligida mana shu 3 ta klinika uchrasa bo'ldi, pankreatit haqida o'ylashlaringiz kerak va u kasallikda tashxislashlaringiz qoldi, xolos. Degani bu. Anamnezda o'sha obyektiv ko'ruvda mana shu 3 ta kasallikda sizlar bilsalaringiz bo'ldi. Sizlar endi instrumental tekshiruvlar bilan diagnozingizni tasdiqlashingiz va tezkor tartibdagi bemorni gospitalizatsiya va davolash jarayonlari, statsionar davolashga yotqizishlaringiz kerak bo'ladi, xolos. Mana shu 3 ta kasallik belgisini bilishlaringiz kerak. Bu 3 ta kasallik umumiy nom ostida, ya'ni mandor triadasi bilan birga keladi. E'tibor eslaringizdan chiqmasin, mandor triadasi ikkita joyda keladi. Ikkita joyda keladi. Mandor triadasi aynan biri oshqozon yara kasalliklarida perforatsiyasida keladi. Unda mandor triadasi boshqa. Bu yerdagi mandor triadasini eslaringizdan chiqarmanglar. Mana shu 3 tasi: qorinda dam bo'lishi, belbog'simon og'riq bo'lishi va qayd qilish aynan mana shu pankreatit kasalliklari uchun juda ham xarakterli simptomlar bo'lganligi uchun aynan mana shu 3 klinika birga kelsa bo'ldi, pankreatit kasalligi hisoblanadi. Endi boyagidek og'riqni lokalizatsiyalariga
to'xtalib o'tamiz. Og'riqni lokalizatsiyalari aynan pankreatit kasalliklarida zonalari bor. Bu zonalarda mana qorin bo'shlig'idagi proyeksiyalariga qarab ko'rsatilgan. Sizlar buni ajratib olishlaringiz juda oson. Aynan kindik sohasi pastki zona hisoblanadi. Markaz mana shu zonadan chiziqlar o'tkazib, bu zonalarni farqlaysizlar. Masalan, birinchi zona shoffor zonasi. Bu zona asosan mana shu qorinni epigastrial sohadan kindikka tortilgan vertikal o'q va mana bu kindikdan mana bu o'ng qo'ltiq ostigacha bo'lgan liniyani orasidagi nima deydi? Bisektrisa deydi. Bu narsa mana shu orasidagi zonani biz shoffor zonasi deymiz. Ikkinchisi Guber-Grits zonasi. Guber-Grits zonasi aynan mana bu o'ng tomondagi zonani chap tomondagi varianti. O'ng tomondagi shoffor zonasi aytish esimdan chiqibdi. Nimaga javob beradi? O'ng tomondagi shoffor zonasi bu mana shu bezda pankreasni bosh qismiga javob beradi. Asosan bosh qism pankreasda yallig'lanish kasalliklarida asosan pankreatitni o'choqlari aynan bosh qismida joylashganda, yallig'lanish jarayoni shu joyda kechganda, bu bosh qismidagi og'riqlar aynan o'sha shoffor zonasini bosib, ezib, palpatsiya qilib ko'rganda, aynan o'sha sohada og'riq kuchayishi yuzaga kelsa, uje shoffor zonasidagi sinama musbat hisoblanadi. Guber-Gritsda ham xuddi shunaqa, bu endi bosh va tana qismini palpatsiyalaysizlar bu zonada. Jarden zonasi bu asosan mana bu 3-tochka, bu ham mana bu kindikdan o'ng qo'ltiq osti liniyasiga o'tkazilgan chiziq bo'yicha pastdan 6 sm o'lchashlarda qo'yiladigan tochka. Bu ham oshqozon osti bezining bosh qismini palpatsiya qilib, aynan o'sha joyda og'riq bo'lsa, bilinglar, bosh qismida patologiya borligini bildirib keladi. 4-zona bu ham Guber-Grits zonasi. Bu ham asosan mana bu kindikdan chap tomondagi qovurg'a yoyiga parallel o'tkazilgan chiziqni biz 3 qismga bo'lib olamiz. 3 qismga. Mana shu 3 qismdan aynan mana bu joyidagi chiziq, ya'ni tochka yuqori 3 dan o'rta uchlik va yuqori uchlikda o'rtasidagi tochka bu Guber-Grits zonasi hisoblanadi. Mana bu Skolskiy zonasidan farqli ravishda. Guber-Grits Skolskiy zonasida tabiiyki bu o'ng tomonda, bu Guber-Gritsni o'zi topgan tochka, bu chap tomonda joylashgan tochka hisoblanadi va eng xarakterli yana bitta zona bu Mayer-Robson tochkasi hisoblanadi. Mayer-Robson tochkasini mana bu yerda berib qo'ygan. Boyagi Guber-Gritsdan farqli ravishda epigastral sohadan chiqqan qovurg'ani yoy hosil qilayotgan joyida, unda yoy tugayotgan joyida tochka nima liniya o'tkazilgan. Bu yerda yoy hosil bo'lgan joyidan boshlab parallel mana bu o'q o'tkaziladi. O'qni bu ham 3ga bo'lamiz. Yuqori va o'rta bo'lak orasidagi tochka bu o'sha Mayer-Robson tochkasi hisoblanadi. Mayer-Robson tochkasining orqadagi varianti ham bor. Orqadagi variantini rasmda men sizlarga aytmayman, og'zaki aytaman. Bu orqadagi varianti, ya'ni qaysi? Orqada aynan chap qovurg'a va umurtqa tasavvur qilinglar. Umurtqa vertikal, chap qovurg'a gorizontal bo'lib joylashadi. Ikkalasi shunday birikkan zona joydagi orasidagi uchburchak bu aynan Mayer-Robson tochkasi hisoblanadi. O'sha joyda ham og'riq bo'ladi palpatsiya qilib ko'rilganda. Xo'p, davom etamiz. Endi kasallik klinikasidan nimasiga o'tamiz? Asoratlarga o'tamiz. Shu joygacha hammaga tushunarli bo'ldimi? Sizlar bilan uje ozmi ko'pmi patogenezini ko'rdik, kasallikda klinikasini ko'rdik, etiologiyasini ko'rdik. Hali yana oxirida gaplashamiz. Kimlarga qayerdadir tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lsa, savollar bo'lsa gaplashamiz. Asorat haqida
to'xtalib o'tsak. Asorati. Bu kasallikda asorati tabiiyki o'sha oshqozon osti bezida yallig'lanish bo'lsa, oshqozon osti bezi bilan boya qorin parda retroperitoneal, bosh qismi mezoperitoneal o'ralgan munosabat qiladi qorin parda bilan deb aytdi. Aynan o'sha yallig'lanish jarayonlari o'sha qorin pardaga o'tib ketishi bu peritonit. Peritonitda ham ikki xil turi bor, mahalliy turi bor va diffuz tarqalgan turi bor. Aynan dastlab mahalliy infiltrativ turi bilan boshlanadi va kasallikni biza tezda bartaraf qilmasak, aynan diffuz turiga o'tsa, poliorgan yetishmovchiliklarga sababchi bo'ladi. Birinchi o'rinda o'tkir pankreatit kasalligini sizlar tashxisladinglarmi? Peritonit haqida o'ylash kerak. Peritonit kasalligi bu kasallik juda tez o'tadi va peritonit kasalligiga olib kelib qo'yadi. Aynan pankreatit kasalligi va asoratlarida birinchi o'rinda turibdi. E'tibor qaratinglar, birinchi o'rinda peritonit kasalligi asorat sifatida berilgan. Ikkinchisi infiltratlar, ya'ni o'sha bezda atrofida yallig'lanish infiltratlari to'planadi. Bu ham asorati, absesslari bo'lishi mumkin yoki infiltrativ har xil kistalar bo'lishi mumkin. Va uchinchi asorati yiringli xolangitlar. Boya yuqorida gaplashdik, patogenezda yo'llarga tiqilib qolgan tosh xolediqni yallig'lanishiga, ya'ni o't yo'llarini bevosita yallig'lanishiga olib kelib qo'yadi va buni o'zi ham diagnozi, ya'ni atalishi yiringli xolangit deyiladi. O'zi yallig'lanish, o't yo'llarini yallig'lanish xolangit. O't pufagini yallig'lanish xolestit, bilasizlar. Yiringli xolangitlarga sababchi bo'lib qolishi mumkin. To'rtinchi asorat portal vena trombozi. Bilasizlar, boya aytdim, vena qon bilan ta'minlanishi, vena qoni vena lenalis orqali umumiy yig'ishtirilib portal venani hosil qiladi. Endi tabiiyki mana bu joyda yallig'lanish bo'lib turibdi. Yallig'lanish natijasida hosil bo'lgan barcha nekroz mahsulotlari, yiringlar, yallig'lanish infiltratlari barchasi o'sha vena pankreatik orqali vena lenalisga va vena portiga boradi. O'sha so'rilgan mahsulotlar barchasi o'sha joyga tabiiyki koagulyatsiyani kuchaytirib yuborib, o'sha joyda tromboz xavfini oshiradi. Portal vena trombozlarga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Va eksudativ plevrit. Bu asorati asosan mana bu kontakt bo'lib turadi. Qorin bo'shlig'i va ko'krak bo'shlig'idagi organlar gematogen, limfa drenaj yo'llari orqali infeksiyalar yoki yallig'lanish jarayonlarini tarqab ketish hisobiga yoki peritonitdan keyingi holatlari plevritlarga sababchi bo'lib qolishi mumkin va bu holatda asorat sifatida uchragan va uchraydi, asorat sifatida keladi. Pankreatik asid. Pankreatik asid degani nima degani? Aynan men boya aytdim. Qorin bo'shlig'ida charvi bor, yallig'lanish jarayonlari o'zi kechyapti. Qorin bo'shlig'i pankreasning atrofini charvi, katta charvi o'ralgan. Pankreasdagi boyagi fermentlar qorin bo'shlig'iga chiqqandan keyin o'sha charviga birinchi bo'lib ta'sir qiladi. O'sha charvini parchalaganda yog' kislotalari va har xil boyagi nimalar hosil bo'laveradi, erib tushaveradi. Yog'ni erishidan o'sha suyuqlik bo'lib to'planib, asid suyuqligiga qo'shilib qorin bo'shlig'i to'lib qoladi. O'shaning uchun ham pankreatik asid degan asoratni berishi mumkin bu. Oshqozon osti bezi rak kasalliklariga o'tib ketishi mumkin, qachonki surunkali kasallikdan keyin. O'tkir kasallik rakka olib kelmaydi. O'tkir kasallik surunkali kasallikka yuqoridagi nekrotik jarayonlarga olib kelib qo'yishi mumkin, lekin rak kasalliklariga faqat surunkali kasalliklardan keyin oshqozon rakiga o'tishi mumkin. Va qonga yetishlar. Tabiiyki o'sha pankreasni ta'minlaydigan arteriya qon tomirlaridagi qon tomirlar nimasi butunligi buzilishi qon ketishlariga, gemorragiyalarga sababchi bo'lishi mumkin va bu ham klinikasi birmuncha noma'lum boshlanadi va yashirin qon ketishlar sirasiga kiradigan holatlar hisoblanadi. Endi tabiiyki sizlar bilan diagnostikasini gaplashamiz. O'sha asoratlar klinika patogenezdan xulosalar chiqarib, diagnostika qismida endi hammasini umumiylashtiramiz. Birinchi o'rinda diagnostikasiga nimaga e'tibor qaratishlaringiz kerak? Diagnostika qismida sizlar
anamnezdan boshlaysiz. Anamnezda boyagidek stateriya bormi, yo'qmi, og'riqlar xarakteri qanaqa, уже qachondan beri og'riq, o'sha biz biladigan anamnez, morbiy anamnez, vite hammasini to'g'ri savol-javob ketma-ketlik bo'yicha qilib, informatsiyalarni olib, to'liq anamnez to'ldirish kerak va obyektiv ko'rganda ham klinikalarni to'g'ri qayd qilish kerak. To'g'ri sinamalar, Shotkin Blumenberg sinamalari bo'lardi. Hammasini musbat manfiy ekanligini to'ldirib, anamnezni full holatda qilish kerak va agar sizlarda shubha paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha pankreatitga tekshiruv qilasizlar, endi qon analiz topshirasizlar. Qon analizda endi klinik laboratoriya tekshiruvlaridan bilasizlar, birinchi bo'lib qon analizidan boshlanadi. Qon analizda umumiy qon analiz, biokimiyaviy qon analiz bo'ladi. Umumiy qon analizdagi o'zgarishni ko'rib turibsizlar. Leykositoz, asosan nitrofilli leykositoz bo'ladi, HTni oshishi, diastaz miqdorining oshishi. CRB degan nima degani? Mana bu diastaza, bu amilaza ikkinchi nom. Mana bu uglevodlarni parchalaydigan ferment. Qonga ko'p miqdorda chiqib ketadi bu ham. Va qonga chiqib ketgandan keyin diastaza miqdori qonda oshadi. Va tabiiyki siydikda ham oshadi. Qonda oshgandan keyin siydik tarkibida ham diastaza miqdori oshadi. CRB haqida gaplashayotgandik. CRB bu yallig'lanishda vaspolitilniy markeri hisoblanadi. Ya'ni yallig'lanish markeri. Qonda bu ham yallig'lanish paydo bo'lganda sirasi ishlab chiqariladi jigar tomonidan. Siydik tahlilda diastazaning oshishi, leykosituriya, gematuriyani ko'rishimiz mumkin. Kaprogramma bu axlat tahlili. Kaprogrammada biza elastaza miqdorini ko'ramiz. Elastaza miqdorining oshishini ko'ramiz. Elastaza o'zi miqdori 100 mikrogram gram oshmaydi o'zi axlatda. Mikrogrammi bo'ladi, mikrogram bo'ladi, o'sha miqdori oshmaydi, 100 dan oshmaydi. O'sha 100 dan oshdi degani ko'tarildi degan. Asosan buni hali davolashda sizlarga aytaman, ahamiyati bor. Diagnostikasida endi klinikasini tugatasizlar va instrumental tekshiruvlarga o'tasizlar. Instrumental diagnostikasida nimalar qilinadi? Instrumental diagnostikasida obzor rentgenografiya qilinadi. Qorin bo'shlig'ini obzor rentgeni. Bunda asosan qorin bo'shlig'idagi boshqa patologiyalardan differensial diagnostika qilishda ishlatiladi bu obzor rentgen. Kontrastli rentgeni bor, boyagi qon tomirlarini har xil ishemik kasalliklari bo'lsa yoki qon tomirlarida har xil ateroskleroz kasalliklari bo'lsa, boyagi aynan pankreasni ta'minlaydigan qon tomirlarda selekografiya, boyagi truncus celiacusni kontrast rentgenografiyasi, aynan selekografiya deyiladi. Shu qilib ko'rilganda qon tomirlaridagi patologiya kelib chiqadi. Bundan tashqari boyagi RHPG ni pastda alohida ko'rsatganman. Ko'rib turibsizlar, virsungografiya qilinadi, asosan ductus pancreaticusni tekshirish uchun. KT, UTT, RHPG yozib qo'yinglar. Aynan pankreas, ya'ni pankreatit kasalligi, o'ttosh kasalliklarini differensial diagnostikasidagi eng informativ usullardan biri. Zolotoy standart, oltin standart hisoblanadi. Aynan mana shu RHPG qilib sizlar kasallikda differensial diagnostikasini aniq qilasiz. Bunda MRT da ko'rib bo'lmaydi. Ko'rib bo'lsa ham bunday versiya RHPG dagidek aniq ko'rib bo'lmaydi. MRT ni hozir MRT angiografiyalar ko'p chiqqan, mana bu kontrastli selekografiyalarga ham hojat qolmagan hozirgi kunda. MRT angiografiya orqali qon tomirlarni yaxshi ko'rsa bo'ladi, lekin mana bunday ductus yo'llarda pankreatikuslarni RHPGchalik ko'ra olmaydi. O'shaning uchun RHPG oltin standart hisoblanadi va diagnostik laparoskopiya ham qilib ko'rinadi. Qorin bo'shlig'iga eshitgan bo'lsalaring, endoskop kiritib, qorin bo'shlig'i gazlar bilan kengaytirib, organlarning holatini butun-butunmasligi, zararlanishini ko'rganda o'sha bevosita ekranda ko'rinadi bu narsa. Endoskopni qorin bo'shlig'iga kiritib, o'shanda diagnostika maqsadida diagnostik laparoskopiya qilinadi. Endoskop bilan xoh ochiq usulda laparotomiya qilib diagnoz qo'yiladi. Bu og'ir holat. Endi menimcha laboratoriyasi
hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Va sizlar bilan davolash va diagnostika qismi bu yerda qolib ketdi. Mayli, sizlarga o'zim aytib beraman. Diagnostikasida qorin bo'shlig'ini barcha o'tkir kasalliklardan sizlar nima qilasizlar? Differensial diagnoz qilasizlar. Ya'ni bu o'tkir xolesistit, o'tkir gastrit, surunkali gastrit, surunkali xolesistit и appenditsit. O'tkir appenditsit kasalliklari bilan differensial diagnostika qilasizlar. Bilasizlar, pankreatitda ham sariqlik bor. Shu tomoni bilan xolesistitlarga, toshli xolesistitlarga o'xshash klinika namoyon qiladi. Sizlar chalg'itib qo'yishi mumkin. Buni differensial diagnostika qilasizlar. Epigastral sohadagi og'riqlar, asosan o'sha qorin bo'shlig'ining kindikdan yuqori tomondagi og'riqlari bilan aynan sizlar boshida farqlay olmay qolasizlar pankreatit. Bundan differensial diagnostika qilishlaringiz kerak. O'tkir appenditsit, o'tkir appenditsitni ham bilasizlar. Klinikasi bor. Epigastral sohadan og'riqda o'ng yonbosh sohasiga ko'chishi. Valkovid simptomi deyilardi, adashmasam. O'sha Valkovid simptomi musbat bo'ladi. Aynan pankreatitda ham bilasizlar, epigastral sohada og'riqlar bo'lishi barchasi o'sha xolesistitlardagidek pankreatitdagidek o'tkir appenditsitda nimalari paydo bo'lishi mumkin. Belgilar, o'shalar bilan sizlar differensial diagnostika qilib aniqlashtira olmasliklaring kasallik yanada kuchayib ketishi mumkin. Agar appenditsit bo'lsa, appenditsit perforatsiyasi, o'sha pankreatit bo'lsa, bu yuqoridagidek asoratlar berib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun erta differensial diagnostika qilish bu joyda eng muhimi. Endi sizlar bilan gaplashadigan joyimiz davolash qoldi. Davolashda biz terapiya kurslarida juda chuqurlashtirilgan holatda o'tamiz. Har bitta kasalligini yangidan chiqayotgan dorilardan tortib ularni dozalarigacha, terapevtik dozasi, toksik dozasi, ularda qo'llanilishi, nojo'ya ta'siri, qanaqa lecheniya, necha mahal, necha grammdan, navis kilogramm qanaqa, barchasini biza terapiya kurslarida chuqurlashtirilgan holatda o'tamiz. Nasib bo'lsa, terapiya kurslarida mana shunaqa davolash, har bitta kasalga lecheniya yozamiz. Xo'p. Demak, davolash. Bu kasallikda qanaqa bo'ladi? Bu kasallikda ikki xil davolash taktikasini qilamiz. Biri bazis terapiya bo'lsa, ikkinchisi intensiv terapevtik kompleks. Ya'ni bazis terapiyada asosan o'tkir pankreatit aniqlandi, keldi. Birinchi o'rinda asosan bazis terapiya qilinib, ochlik, buni komponentlari va og'riq sohasiga muz xalta qo'yish, nazogastral aspiratsiya, ya'ni bemor yotgan holatda oshqozonni sekretsiyasi oshib ketib, nafas yo'llariga o'tib qolishini oldini olish maqsadida nazogastral zond qo'yib, oshqozondagi suyuqlik so'rib olamiz. Mana shu narsa nazogastral zond aspiratsiya deyiladi. Spazmolitik va xolinolitiklar qo'llash. Bu yerda asosan maqsad og'riqni qoldirish bo'ladi. Spazmolitiklar berib o'sha joydagi, o'sha atrofdagi organlar spazmini, og'riqlarni bartaraf qilish spazmolitiklar sifatida beriladi. Bular va ham xolinolitiklar beriladi. Bularda qo'llanilishiga ko'ra 3 bosqichda qo'llaniladi. 3-bosqichda tabiiyki opioidlar, bilasizlar, morfin beriladi. Og'riq qolmasa, boshida spazmolitiklar va xolinolitiklarni kombinatsiya holatida ham berasizlar, alohida berasizlar, analgetiklarni qo'shib qilasizlar. Og'riq qolmasa, morfin qilasizlar. 3 bosqichli og'riq qoldirish jarayonlari bo'ladi. Boshida spazmolitiklar berasizlar, o'sha papirin, noshma, tabletka ukollari. Og'riq qolmasa, xolinolitiklar selektiv turlaridan dispatalin, nebevirin degan turlari bor dorilar. O'shalarni berasizlar. Unda ham og'riq qolmasa, o'sha spazmolitiklar va xolinolitiklarni biriga berasizlar. Unda ham og'riq qolmasa, o'sha opioid ko'rsatma bo'ladi bunaqa joyda. Va tabiiyki, bazi terapiyaning oxirgi ko'rsatkichi
infuzion terapiya hisoblanadi. Infuzion terapiyada organizmda yo'qotilgan boyagidek gipovolemiya, poliorgan yetishmovchiligi sababchi bo'ladigan patogenetik zanjirda biza reinfuziya qilib 2-3 litr har kuni suyuqlik kiritib o'z holatiga qaytarib olmasak, poliorgan yetishmovchiligi sababchi bo'lib qoladi. O'shaning uchun ham infuzion terapiya bu yerda juda muhim va asosiy terapiya ko'rsatkichlaridan biri. Bazis terapiyaga kiradi. Endi intensiv terapiya o'sha statsionarda har bir bo'limlarda qilinadigan terapevtik komplekslarni o'z ichiga oladi. Bu yerda patogenez jihatdan to'xtalib o'tiladi. O'sha boyagidek portal vena trombozlarini oldini olish uchun har xil mikrosirkulyatsiyani normallashtiriladigan geparin dorilardan tortib o'sha mikrosirkulyatsiya yaxshilaydigan dori vositalar, proteaz ingibitorlar, kontrikal, ularni dozalari qanaqa beriladi? Boya elastaza dedim axlatda. Elastazani konsentratsiyasini o'sha ko'rsatkichiga qarab 100 dan oshganda qancha dozada o'sha qanaqa miqdorlarda kunlik sutkalik berilish tartiblarini sizlar bilan chuqurlashtirilgan holatda terapiya kurslarida o'tamiz. Bu yerda asosan ferment ingibitorlari va proteaz ingibitorlari bir xil. Aynan shu joyiga e'tibor beringlar. Ferment ingibitorlari aynan o'sha chiqayotgan proteazadan tashqari chiqadigan amilaza, lipazalar o'shalarga qaratilgan bo'ladi. O'shalarning sekretsiyasini bloklaydigan dorilar beriladi. Suv va ishqorlar o'rnini qoplash, suv balansi, ya'ni sentralniy vena balanslarini normada ushlash, organizmdagi boyagi moddalar o'zlashtirilmagandan keyin tabiiyki elektrolitlar, ishqorlar disbalansi yuzaga chiqadi. Sizlar elektrolitlar, ishqorlar qilasizlar, natriy xlor, kaliy xlor, kalsiy xlor qilib ishqorlarni qondagi disbalansini biokimyoviy analizlardan nazorat olgan holatda ishqorlar holatini o'sha elektrolitlar disbalansini tiklashlaringiz kerak bo'ladi va pH balansini tiklanadi. Antioksidant terapiya qilinadi. Antioksidantlar boyagi pankreatik hujayralar zararlanishidan hosil bo'lgan ruslar organizmda juda ko'p organlarni yallig'lanish, zararlanishga olib kelib qo'yadi. Bu ruslarni funksiyasini pasaytirish uchun antioksidant terapiya qiladi. Bularga juda ko'p qo'llaniladi. Yallig'lanish kasalliklarida asosan ruslar bilasizlar neytrofillar tomonidan ishlab chiqariladi yoki hujayraning o'zidan ishlab chiqarilishi mumkin. Pankreatik hujayralardagi mitoxondriyalarda aynan ishlab chiqariladi. Hozir bu yerda neytrofillardan o'shalarga qarshi bizda ishlab chiqariladi. Shularga qarshi terapiya qilinamiz. Bularga oddiygina askarbinka, vitamin E yoki resarbilak antioksidantlarni o'ziga saqlagan infuzion moddalarni bilib qo'yishlaringiz kerak va immunitetni kuchaytirish bu joyda muhim. Qo'shimcha tushadigan o'sha joyga jarayonga patogenezga qo'shiladigan bakteriyalarni oldini olishga qaratilgan bo'ladi va qo'shimcha antibiotiklar ham beriladi. Bu joyda antibiotiklar yozilmagan. Antibiotiklar ham 3-4 avlod sefalosporinlar, ftorxinolonlar, ciprofloxacin, levofloxacilinlar hozirgi kunda juda ko'p ishlatilib kelinmoqda. Xullas, umumiy terapiyasi haqida sizlar bilan kurslarda gaplashamiz. Sizlar bilan bilasizlar, rahmat kursini terapiya nimalari bor. Kurslari, o'sha kurslarda asosan gastroenterologiya kasalliklarida bu nimani o'tamiz va har bitta dorini dozasigacha yuqorida aytganimdek qanday tartibda berilishigacha o'sha kurslarda sizlar bilan gaplashamiz. Agar kursimizda mana shu bugungi ochiq darsimizdan foyda olgan bo'lsalaringiz, bizlarning maqsadimiz shu edi. Aynan O'zbekistondagi mana shu tibbiyot oliygohlarida o'qiyotgan talabalarda tibbiy savodxonligi, aynan ularga tushunarsiz bo'layotgan mana shunaqa kasalliklarni tushunarli qilish uchun bizda mana shu kursimiz faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Shu paytgacha nasib bo'lsa o'zimda ham juda ko'p talabalar patologiyadan, fiziologiyadan, mana terapiyadan dars o'tib kelyapman. Talabalar kasalliklarda mana shunday tartibda o'rganib borishyapti.
menimcha juda ko'plari yaxshi fikrlar bilan kurslarimizni yakunlashyapti. O'zini oldiga qo'ygan maqsadlariga yetishyapti juda ko'pi. Patologiyani o'rganaman degan maqsad bilan kirganlar patologiyani o'rganib chiqishyapti. Ertaga klinikalarda qiynalmay deb fiziologiyani o'rganish maqsad qilgan talabalar fiziologiyani o'rganyapti. Terapiyani o'rganib chiqayotgan va o'rganayotgan hozir oralaringizda o'sha o'zimni guruh talabalarim ham qatnashyapti chatda. O'sha talabalar ham mana shu maqsad bilan qatnashyapti kurslarimizga. Va chatda kursimizga qatnashmayotganlar bo'lsa taklif qilamiz. Mana shunday kasalliklarni chuqurlashtirilgan holatda sizlar bilan kurslarimizda gaplashib ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugungi ochiq vebinarimiz shu bilan yakunlaymiz. Bugungi vebinarimizda oxirigacha aktiv qatnashgan talabalarimizga adminlarimiz hozir sizlarga yana aytib o'tishadi. Skidkalar bor, chegirmalar bor kurslarimizga. Barchalarini sizlarga adminni o'zi hozir sizlarga aytib o'tadi.